Assalomu alaykum, mana nuriyuzlilarim. Sog'misiz, omonmisiz? Mana bugun ikkinchi kuniga ham yetib keldik. Sizlar bilan mana shu 3 kun davomida dildan, erkin holatda bir maza qilib suhbatlashishni niyat qildim. Har bir kunim uchun alohida niyatim bor. Kecha ham Allohga shukr, aynan mana shu ajrim stop mavzusi bilan boshlaganimizda ko'pchilik insonlar bizani o'zimizga yozishdi. O'sha kechagi efirdan keyin sizni aytgan gaplaringizdan keyin o'ylab ko'rdim. Ajrim qaroridan qaytdim. Onamnikida 8 oydan beri o'tirgan edim. 5 oydan beri o'tirgan edim yoki bo'lmasa turmush o'rtog'im safarga ketgan edi. Men shu kelgunigacha hal qilaman deb turgan edim. Ya'ni har bir insonni oilasida har qanday muammolarni bitta bo'lagi borki, shu ajrimga olib borib turgan. Va men bundan xursand bo'ldim. Niyatimiz ham xuddi shunaqa edi. Maqsad ajrashganingiz bilan yoki oilada bir nizolarni keltirib chiqarganingiz bilan biron bir muammoni hal qilib qo'ymaysiz. Aslida hamma narsa insonning o'zini ichki tuyg'ularida ekanligini tushunib yetishimiz kerak. Hech birimiz bu dunyoda 1000 yillik sertifikatga ega emasmizki, birinchi yashaganimni 500 yilligini urush janjal bilan o'tkazsam, qolgan 500 yilligida maza qilib yashasam bo'ladi degan. Xo'p, ketdik. Bugun nimalar haqida o'rganamiz? Bugun biz siz bilan xiyonat. Mana shu xiyonat so'zi juda ham ko'p. Aynan meni konsultatsiyamga ko'plab ayollar kelishadi. Juda ham ajoyib oilasi bor. Haqiqatan turmush o'rtog'i ham bir bama'ni inson, yaxshi ishda ishlaydi. O'zi aslida oilasi juda ham chiroyli bo'lgan. Hozir ham hamma havas qiladi, lekin oilani ich-ichidan yemirayotgan bir virus bor, ya'ni u uchinchi shaxs. Buni endi ayollar xiyonat deb atashadi. Men siz bilan buni haqiqiy xiyonat nima o'zi? Mana shu haqida gaplashamiz. Xiyonat o'zi nima? Bugun biz siz bilan shu haqida va xiyonatning sabablari, ya'ni nima sabab bo'ladi o'zi xiyonatga? Xiyonatning oqibatlari. Biz kecha aytdik, har narsani biz boshlagan paytimizda u sababiyatini, harakatini qilishni boshlagandan bizga oqibati tayyor turadi. Biza yashasak, yashamasak, o'zimizni men harakat qilyapman, qilmayapman degani harakatsizlikning ham oqibati bor. Harakatingizni ham oqibati bor. Shunchaki hayotingizni hayvon kabi yashab o'tganingiz ham baribir oqibati bor. Xiyonatning oqibatlari va yechim olish tartibi. Bugun taqdimot bo'ladi yana. Meni mualliflik dasturim Sharq ayoli terapiyasi ham bitta savol bermoqchiman. Keyingisi. Keling o'ylab ko'ramiz. Hozirgi ayni damda ko'pchilik ayollarni o'zini baxtsiz his qilishiga xiyonat sababchi bo'lyaptimi? Bugungi mavzuyimiz xiyonat. Kecha ajrim haqida gaplashdik. Xiyonat aynan sizni baxtsiz bo'lishingizga sababchi bo'lyapti. Xiyonat, do'st xiyonati, jigar xiyonati. Men sizga oddiy, sodda qilib tushuntirib beryapman. Ya'niki bu mavzu sizning hayotingizda bugundan boshlab to'xtasin. Takror shu narsani gapirib yurganingiz bilan ham insonni masalan libosi, uni har doim gapirib yurgan gapi, uni taqdiriga ta'siri bor. Insonni o'zi haqidagi fikrlari va kiyib yurgan libosini taqdiriga ta'siri bor. Shuning uchun bitta narsani biling. Menga do'stim xiyonat qildi, menga hamkasblarim tomonidan yoki erim yoki jigarlarim deb gapiriladi-ku. Mana shu narsani yo tushuning va to'xtating, yoki bo'lmasa, masalan, to'tiqushga o'xshab bir gapni doim takrorlaydigan bo'lsangiz, o'sha so'zingizda zanjir qonuni ishga tushadi-da, o'sha so'zingiz ketma-ketlikda ishlab ketaveradi. Menga xiyonat qildi turmush o'rtog'im, yasha olmayapman, 5 yildan beri xiyonat qiladi. Shu gap sizga tanishmi? Xo'p, 5 yildan beri yoki bo'lmasa turmushga chiqqanimga 10 yil bo'ldi. Shu narsa 10 yildan beri har xilda paydo bo'ladi, lekin to'xtamaydi. Bu degani turmush o'rtog'ingizni mana shu siz bilan o'rtangizdagi masalasiga xiyonat dedingiz va bu narsa to'xtamayapti deganingizda, turmush o'rtog'ingiz qilmay turgan paytida juda bo'lmasa boshqa tomondan keladi sizga. Nimaga? Doim shu narsani gapirib yurasiz. Xo'p, endi keling. Xiyonat o'zi nima? Do'stning xiyonati, ayniqsa ayollarda dugonalar bor, 3 ta 4 ta dugona. Meni hozir eshitingda o'zingizni tasavvur qiling. Shunaqa bo'lganmi sizda dugonalaringiz bo'lgan va siz mana 3 ta dugona yoki 4 ta dugona bor, aynan siz yo'q paytingizda sizni muhokama qilishadi. Bo'ladimi shunaqa? Yoki bo'lmasa men shunaqa oxirgi paytda eshityapman, o'zimni dugonam bilan turmush o'rtog'im gaplashadi. Men bilib qoldim. Shunaqa eshitgansiz. Yoki bo'lmasa meni o'zimni dugonam meni yigitimga turmushga chiqib ketgan. O'sha travma menda bor. Ya'ni bolalik travmasi deganda erkinlikka ishonmaslikda sababi men o'zim 2 yil gaplashib yurgan insonim bilan dugonam turmush qurib ketgan deyshadi. Ya'ni dugonalar bilan bog'liq bo'lgan, biz hozir ayollar auditoriyasimiz, men erkaklar haqida gapirmayapman. Erkaklarda ham bu narsa shunaqa tabiiy bo'lsa kerak. Xo'p, shunaqa bo'lganmi sizda 2 ta 3 ta dugonangiz bor, orqangizdan muhokama qiladi. Ya'ni bunaqa jarayonda menimcha hammani boshidan o'tgan. Bu paytda do'stingiz sizga xiyonat qilishi, orqangizdan ig'vo qilishi, tuhmat qilishi,
Agarda u inson sizni muhokamangizdan boshqa bir mavzusi, temasi bo'lmaydigan bo'lsa, sizga u dugonani boridan yo'g'i afzalroq bo'ladi. Hayotingizda bor bo'lgan dugonangiz bo'ladimi, qadrdoningiz, gap-gashtakda o'tiradigan opa-singillaringiz bo'ladimi, u insonlarni sizga mana shuncha bo'lsa ham yordami bo'lishi kerak. Bu moddiy tomondan aytmadim, ya'ni ta'magirlik emas. Aytilinadi-ku, sizda shunaqa do'st bo'lishi kerak, sizni Alloh taologa yaqinlashtiradigan bo'lishi kerak. Sizga shunaqa bo'lishi kerak, juft tanlashingiz kerak, sizga Alloh taoloni eslatib turadigan, sizga yaxshiliklarni tilab turadigan bo'lishi kerak. Va men o'sha dugonam, ancha yillik dugonam, sinfdosh bo'lganmiz, bolalikdan biz qadrdon bo'lganmiz, oramiz uzoq bo'lib ketdi. Nima qilibdi? Nimasidan afsuslanasiz? Bu dunyoda bizni hamma bilan umrimiz oxirigacha keta olmaymiz. Xuddi tasavvur qiling, karvon yo'lga chiqqan, yo'lda nimalardir qolib ketishi mumkin. Yegan iste'mol qilgan narsalaringiz tashlab ketasiz o'sha joyga. Yana nimadir yuklar tashlab ketilaveradi. Sizni hayotingizdan o'sha odobini yoki xulqini buzuqligi bilan o'zini do'stlikka rioya qilmagani, qonun qoidasiga chiqib ketgan bo'lsa, nimasiga afsuslanasiz? Ya'ni bir so'z bilan aytmoqchiman, dugonangiz sizga xiyonat qilgan paytida bemalol u insondan kechib olishingiz oson demoqchiman. Va u inson uchun aza tutib o'tirishingiz ham kerak emas va Alloh taolo sizdan siz uchun xavfli bo'lgan nimanidir olgan paytida siz uchun xayrli bo'lgani tayyor turgan bo'ladi. Qaysidir eshik sizni yopilgani bilan xafa qilsa, demak sizni xursand qiladigan xayrli bir eshik ochiq turibdi. Xo'p, yana ham oddiyroq qilib aytadigan bo'lsam, siz bemalol shunaqa vaziyatda agar dugonangiz bilan yoki bo'lmasa hamkasbingiz masalan 1 yildan beri asabingizga tegadi. Ko'pincha masalan davlat ishxonalarida 2-3 ayol bitta xonada o'tirishini aytishadi-da. Masalan bitta xonada o'tirardim, o'sha dugonamni men boshqa dugonamga yomonlaganini men bu dugonam aytib qoldi deyshadi. Ya'ni yoki bo'lmasa xo'jayinimizga kirib meni yomonlaganini va mendan premiyani kesib tashlashdi deydi. Ya'ni meni o'sha qaysidir bir ishni qilmadi, nimadirlar deb yomonlagan deydi. Endi savol, siz aslida ilohiy rishtalar bilan bog'lanmagan kimsalardan uzilishingiz juda ham oson bo'lsin va bu narsani bir xayr deb qabul qiling. Ya'ni yengil qabul qiling. Hozir agar balki kimdirlar o'sha dugonasini qilig'idan yoki ishxonasida qaysidir bir hamkasbining xiyonatidan agar xafa bo'lib turgan bo'lsa, qaddingizni tik tutingda va bu hammasi yaxshilikka, xayrli. Imkoningiz bo'lsa ehson berib yuboring, sizga tuzoq qo'yadigan kimsalar hayotingizdan chiqib ketganini. Va yaqinda yana bitta narsani eshitib qoldim. Albatta u inson psixolog emas, lekin o'zini gapini aytayaptiki, kimdir sizga tuhmat qildimi, kimdir sizga bo'xton qildimi, u insonni yaxshi ko'ring. Nega? Nega biz tuhmat qilgan, bo'xton qilgan insonni, qalbi qora insonni yaxshi ko'rishimiz kerak? Siz kimnidir yaxshi ko'rishga majbur emassiz, lekin yomon ko'rmasligingiz kerak. Ya'ni nafratlanib unga energiya bermang. Ya'ni siz shu dugonangizni soxtaliklar bilan men seni yaxshi ko'raman yoki nimadirlar sen yaxshi insonsan, ya'ni sizga tuzoq qo'ydi, sizni nomingizni bulg'adi, sizga yomonlik qildi va sizga shunday bir haqoratomuz gaplarni yozdi. Va siz bu joyda aytyapsizki, ha falonchi motivator aytdi-ku, yaxshi ko'rishing kerak. Nima qilasiz o'zingizni aldab? Men juda ham oson yashashingizni tavsiya bergan bo'lardim. Yillar davomida hayotingizda insonlar o'zgaradi. Faqatgina ilohiy ahd bilan, ilohiy rishta bilan bog'langan kimsalarda to'xtashlik, nafasni rostlashlik va qayta urinib ko'rishlik kerak bo'ladi. Illo boshqa kimsalar uchun, hattoki ish joyi almashtirishga ham qiynalishingiz kerak emas. Masalan, deylik, siz bu ish joyida o'tiribsiz, bu yerda hech kun berishmayapti. Shu oylik uchun majbur shu tuzoqlarga borasiz, kayfiyatsiz insonlar bilan o'tirasiz, doim sizga zulm qiladigan kimnidir qo'lidasiz. Va marhamat, siz ayol kishi sifatida doimiy ishxonadagi stressni uyga olib bora olmaysiz. Ya'ni ishxonadagi bo'q aurani uyga olib boradigan bo'lsangiz, shaxsiy hayotingiz ham rasvo bo'ladi. Va sizni o'sha 3-4 ta dugonangiz bor, birga o'tirasiz va har doim ulardan erta ketasizmi, kech ketasizmi farqi yo'q, ular sizni orqangizdan sizni go'shtingizni chaynaganini bilib qolasiz. Hammamizda bo'lgan, shaxsan menda ham bo'lgan, hammamizda bo'lgan. Lekin men bu narsaga juda ham oddiy qarayman, chunki Alloh taolo bizni hayotimizdan qaysidir bir xayrsiz insonni olsa, chetlashtirsa, xayrlisi keladi. Buning uchun siz qiynalib, o'zingizdan jabrdiyda yasab, tragediyani ichiga kirib ketib. Bilasizmi, eng zo'ri mana shu xiyonat qilgan insonlarni eng zo'ri javobsiz qoldirishingiz. Va bular uchun masalan sen meni orqamdan mana shunaqa gap gapirding, lekin men seni gapirishingga arziydigan inson emas edim, ya'ni men senga yomonlik qilmaganman-ku, yoki bo'lmasa sen meni noto'g'ri tushungansan, nimadirlar qilish shart emas. Shunchaki siz o'zingizni yengil his qiling va bu paytda masalan men o'zimni shaxsiy qiladigan ishim bor. Bu shunchaki men agar shu narsa menga xayrli bo'lgan bo'lsa, demak menga xayrli insonlar kelishi kerak, hayotimdan shu g'iybatchilar chiqib ketishi kerak deb turib qo'shimchasiga ehson berib yuborsangiz ham bo'ladi agar imkoningiz bo'lsa. Xo'p, bizda muammo bo'lmayaptimi? Xo'p, endi men boya aytdim,
ilohiy rishtalar bilan bog'liq bo'lgan joyga ehtiyot bo'lamiz. Bu birinchisi jigarlarimiz, ikkinchisi turmush o'rtoq. Mana shu ikkita tomonga, birinchisi jigarlarimizni bu Alloh taolo bizga, ya'ni bizdan ruxsat olib emas, jigar sifatida berdi va u insonlarni biz hech qachon topa olmaymiz. Ya'ni ulardan shunchaki voz kecha olmaymiz. Ikkinchisi esa ilohiy ahd bilan, ya'ni turmush yo'lida men sen bilan birga bo'laman. Yaxshi yomon kuningda. Endi bilmayman hozirgi turmushlar gelik bilan boshlanyaptimi, moddiyat bilan boshlanyaptimi bilmayman, lekin rostmanasiga qadriyatlar bilan, odob, axloq bilan to'g'ri tarbiya olgan agar qizlar bo'lsa, shu yori bilan umrini oxirigacha birga va baxtli bo'lishini niyat qiladi. Endi hozirgi men bu Z avlodni nima niyat qilayotganini bilmayman, lekin agarda shu niyat bilan bo'lgan bo'lsa, siz o'ylab ko'rasiz. Endi qarang, jigarlaringiz bilan va turmush o'rtog'ingiz bilan ham asoslab beraman. Dugonalar, o'sha hamkasblarni shunaqa sizda oddiy qabul qiling. Demak, yoqmayaptimi, ishxona almashtirishingiz oson. Demak, bu ishxonada sizni rizqingiz tugagan bo'lsa, keyingisiga o'tasiz. Institutda nervingizga tegyaptimi, boshqasiga perevod qilishingiz mumkin. Ya'ni siz bulardan bemalol ketishingiz mumkin. Ularga isbotlab, u yerda nimadirlar, vaqt yo'q. Vaqt yo'q, insonda unaqa katta limit yo'qda. Bu muammoni bir 10 yil hal qilib yursangiz, keyingisiga yana 10 yil unaqa emas. Chunki hozir juda ham vaqtimiz qisqa, juda ham qisqa. Lekin mana shu jigarlar masalasida har doim siz o'ylab ko'rishingiz kerak. Rishtani uzishda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Va bu insonlarni siz yo'l-yo'lakay boshqa topa olmaysiz. Va bu yerda rishtani uzishlik mumkin emas. Chunki biz qadriyatlari bilan, iymon e'tiqodi bilan, urf-odati bilan biz har doim odobli xalq sifatida o'rnimiz bor. Shuning uchun birdaniga jigaringiz bilan yoki kimdirlar bilan yuz ko'rmaslik bo'lib ketish yoki shunchaki masalan nervingizga tegadigan opangiz bor, har doim onangizga yoki kimdirlarga yomonlab yuradi, to'g'ri bor va u insonga nisbatan siz tinimsiz Alloh taolodan duo qilishingiz va u insonga nima yoqsa o'sha narsa bilan yaxshilik qilib ketaverasiz. Baribir u insonni hayotingizdan chiqarib tashlay olmaysiz. Juda bo'lmaganda salomlashib, u inson bilan juda ham yaqin bo'lib qolmasangiz ham salom alaykingiz qoladi va u insonga nisbatan bu bilan rishtani uzishim xayrli deya olmaysiz. Mumkin emas u narsa. Shuning uchun ham bu masalada siz ehtiyotkor bo'lasiz. To'g'ri, jigarlari xiyonatidan ozor chekayotgan insonlar bor. Chunki buyuk shaxsiyat bor, Abdulhamidxon kinosini kim ko'rgan? Men kitobida o'qiganman. Shunaqa aytadiki, bizga hech qachon begonalar xiyonat qilmaydi. Haqiqatdan. Va begonalarning xiyonatini biz balki sezmaymiz ham, bu qiziq emas bizga. Bizga har doim o'zimizni farzandimizdan, o'zimiz aka-ukamizdan, o'zimiz yaqinlarimizdan keladi. Bu o'sha ummatlar sayyidining hayotida, umuman buyuk insonlarning hayotida ko'rsangiz ham bo'ladi. Va eng asosiysi mana shu o'zingizdan kelgan insonlarning xiyonatida o'zingizni tutib tura olishingiz. Ular bilan siz dushman bo'la olmaysiz, ular bilan qasma-qas nimadir qila olmaysiz yoki sizni jigaringizni shundoq tozalab tashlay olmaysiz. O'sha paytda sizga aynan sabr, toqat va fe'li kenglik kerak bo'ladi. Demak, bugundan boshlab o'zingizga juda ham oddiy formulani yarating. Qaysidir dugonangiz g'alamisligi bilan, g'aybati bilan, asabingizga tegishi bilan qo'ni qo'shningiz bo'ladimi, u sizni hayotingizdan chiqib ketishiga bemalol ruxsat bering. Bemalol qanaqa o'ziga kerakli bo'lgan partnyorlar bilan birga bo'lishga haqqi bor. Siz boshqa insonlarning taqdiriga ta'sir o'tkaza olmaysiz, lekin o'zingizning taqdiringiz go'zal bo'lishiga sizni ta'siringiz juda ham kuchli. Shuning uchun sizga nisbatan 1, 2, 3 marta kayfiyatsizlik beryaptimi? Marhamat, gap-gashtakka borasiz, har doim g'uji-g'uji birovni go'shtini yeb muhokama bo'lyaptimi? Yoki siz erta turib ketganingizda yoki sizdan boshqa inson, e'tibor bering. Sizdan boshqa insonni muhokama qilishyaptimi? Demak, sizni ham qiladi o'sha joyda. Bu narsani to'xtatishingiz mumkin. Mayli nima qilibdi, bir oyda bir marta o'sha g'iybatchi dugonalaringiz bilan o'tirmasangiz ham bo'laveradi. Chunki bizning hayotda gapma-gap o'ynagani emas, o'zimizni rivojlantirgani, yuksaltirgani va oilamizni ichidagi shaxsiyatlarni tarbiyalagani kelganmiz, u bizning zurriyotlarimiz. Va gap-gashtakka bormaydigan ayol bu bechara yakkamoxov ayol emas. Agar u o'zini ruhiyat ustida, farzand tarbiyasi ustida ishlayotgan bo'lsa, eng qimmat resursli ayol o'sha aslida. Shuning uchun hech o'zingizni kamsitilgan his qilmang. Yana o'ylab ko'rasiz, fikrimga qo'shilishingiz ham mumkin, qo'shilmasligingiz ham mumkin. Xo'p, endi jigarlar bilan gaplashib oldik. Juda ham ehtiyotkor bo'lishingiz kerak. Biz rishta uzishga buyurilmaganmiz. Bu narsada ehtiyot bo'lasiz. Shunchalik darajada dilingiz og'ritgan bo'lsa, shunchaki gaplashishni uzoqlashtirishingiz mumkin. Bo'ldi. Va o'sha joyda u inson baribir sizni jigaringiz bo'lib qolaveradi. Agar amma xolangizni kimdirlari, bola chaqasi bo'lishi mumkin, nevarasi kimdirlar, masalan, dugonalar bo'ladi, ular bilan masofani uzoqlashtirishingiz mumkin. Ya'ni to'yda, hashamda chiroyli gaplashishingiz mumkin. Xiyonat o'zi nima? Ya'ni bir erkakning xiyonati nima? Agar sizni turmush o'rtog'ingiz, sizni yoringiz keldida, falonchixon, men bugun mana shu yonimdagi hurliqoni ayol sifatida tan oldim va marhamat 5 yillik turmushimiz, 10 yillik, 25 yillik turmushimiz, ko'ch ko'roningni olgin va bolalaring bilan ket. Men endi bugundan boshlab bu bilan ahd paymon qildim deb sizni bir kunda shundoq
ko'chaga otib yuborsa, bu xiyonat va bunaqa erkak bilan qayta aloqani tiklashga zarracha harakat qilmasangiz ham bo'ladi. Chunki u rostmanasiga xiyonatkor. Nimaga? Sizni boshqasiga bir kunda alishtirdi. To'g'ri, bu tayyorlov jarayonida oylar, yillar davom etgandir ishqiy munosabati, lekin bir kunda sizni bu oiladan irg'itib otib yubordi va boshqa siz haqingizda gapirmadi. Lekin bunaqa bo'lmagan ko'pchilik ayollarda. O'zini turmush o'rtog'ini uyida o'tiribdi, har kuni dahanaki jang bo'ladi, bu Santa Barbara tugamaydi, ertangi qismi bo'ladi, undan keyingi qismi bo'ladi. Ayol Sherlock Holmesdan ham kuchli bo'lib ketgan, hamma aybi nuqsonini biladi, turmush o'rtog'ini bitta yo'talini ham biladi. Men bironta ayolni, balki bor shunaqalar, yo'q demayapman, bordir, lekin bironta meni qabulimga kelgan ayolda, chunki men juda ko'p konsultatsiya qilaman, ayollar bilan gaplashaman va men eshitmadimki, turmush o'rtog'ingiz qayda bordimisiz, siz hozir qayerdasiz? Yo'q, uyimda o'tiribman. Lekin u boshqasi bilan yuribdi. Уже men charchayapman. Ba'zi ayollar aytadi, men uyi zamokini, ya'ni qulfini o'zgartirdim, kiritmayapman turmush o'rtog'imni. Qarang, pozitsiya qanaqa ketyapti. Juda ham muloyim, juda ham yuvosh ayollarda meni qaynonam podдержка qilib turibdi. Qaynonam meni ushlab turibdi uyda. Turmush o'rtog'im shu boshi aylangan boshqa bittasi bilan bor. Lekin men bironta ayoldan turmush o'rtog'im o'sha Oyposhshaxonni olib kelib, bir kunda uydan meni haydab bordi degan gapini. Erkak maksimal darajada berkitadi agar boshqa bittasi bilan donorishib yurgan bo'lsa ham. Lekin mana bu juda ham bizda ayollarimiz iskavichlikda juda ham kuchlimiz. Chunki emotsional kuchlimizda biz erkaklarga qaraganda. Shuning uchun ham tug'ish ayollarga berilgan. Ya'ni hissiyot jihatdan kuchlimiz, jismoniy jihatdan deyotganim yo'q. Va endi sizga aytmoqchiman, agar siz yoringiz uyda o'tiribsiz yoki onangizga arazlab ketdingiz, nimaga qo'lga olib oldingiz-da? Men bu o'lgur telefon hammani buzyapti. Aslida telefonga to'nkashimiz mumkin, lekin telefonning orqasida shaxsiyat bor. Bu telefon bir tiyinga qimmat agar ichida sizga qadrli bo'lgan kimsalarni ovozi bo'lmasa. Shuning uchun Nurizligim, keling, hozir sizni turmush o'rtog'ingiz rostdan ham siz yoringiz uyda o'tiribsiz va u inson sizga toki o'zingiz kavlab o'sha joyida qo'lga ololmaguningizgacha tan olmagan bo'lsa, u inson sizga xiyonat qilgani yo'q. Shunchaki yoringizni bir xasta deb e'lon qilsangiz bo'ladi. Nimaga? Nafs xastaligiga. Sababi bizda hozir balki bilmadim, ayollarni taklifi arzon bo'layotgandir. Yoki bo'lmasam bizda bu narsa oddiy hol deb ko'rsatilayotgandir. Balki erkak shaxsiyatida qanaqangidir bir charchoq holatini shu bilan yengaman deyaptimi, bilmayman. Buni ham o'zini har birini tarixi bor. Chunki men ham erkak psixologiyasi bo'yicha o'sha erkak nolasi muallifligini ishini yozgan paytimda ko'p erkaklarni nima uchun ayolingiz bilan mana shunaqa vaziyat bo'lyapti, nima sababdan boshqa ayolga ehtiyojingiz bo'ldi degan paytimda ular ham ichini dardini aytib bergan. Men hech qachon tarafdor emasman. O'zini xasmi halolidan tashqari nohalol munosabatlarga kirishlik bu shunchaki insonga iztirob beradi. Nafaqat erkakka, ayolga ham iztirob beradi. Hozirgi kunda mana biz siz haqida gaplashyapmiz-ku, eringizni xiyonati, lekin hozirgi kunda ayollar ham estafeta tayoqchasini bermoqchi emas. Juda ham ko'plab eri bilan qasdiga qilayotgan insonlar bor. Men sizga real voqeani ham aytib berishim mumkin. Ya'ni nimani hozir biz erkakda halollik to'g'risida, erkak nima uchun o'zini tutolmaydi, nima uchun bunaqa ishlarni qiladi va hech bir ayol turmush o'rtog'ini boshqa bir ayol bilan bo'lishmaydi. Bu tabiatimizda bor bu narsa. Va yana bitta narsa bor. Siz agarda turmush o'rtog'ingizni meni boshqasiga almashtirdi, sizni aslida turmush o'rtog'ingiz almashtirmagan bo'ladi. Chunki oilaviy munosabatlar bilan ishlaymiz. Endi dars ketib, oxirgi nuqtaga kelgan paytlarida o'sha erkak aytishi mumkin, "Men ayolimni almashtirganim yo'q. Shunchaki men ayolim bilan, meni diqqat bilan eshitinglar. Men ayolim bilan mana bu masalada kelisha olmayman. Shuning uchun men o'sha uchinchi shaxs bo'lgan o'sha qizdan, o'sha ayoldan o'sha ehtiyojlarni olaman. Ayolimga hech narsada men qarshiligim yo'q, uy joyim uniki, u meni xasmi halolim, ko'z ochib ko'rganim, men ayolimga yaxshi ona, yaxshi kelin, zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Lekin mana bu masalalarda to'g'risini aytaman, meni kuchim yetmaydi ayolimga. Bir marta aytganman, 5 marta aytganman, oxiri janjal bilan yakunlangan. O'sha paytda tinchgina janjal to'polon bo'lmay qo'ya qolsin deb to'xtatganman. Endi yana shunaqa jarayonlar bo'lgan. Erkakni men hech biringizni turmush o'rtog'ingizni qarindosh emasman va men erkaklar tomonidagi inson emasman. Men mutaxassis sifatida neytral. Men bitta narsaga har doim o'zimning niyatim bor, buzilmasin oilalar. Buzilgan bilan nima yutqizasiz? Erdan ajrashganingiz bilan nima yutqizasiz? Ya'ni nima siz yutasizki, nima mukofot beriladi? Shu oila buzilmasin. Oila buzilmasligi uchun har qanday, ya'ni 0.000 bitta nuqta qolgan bo'lsa ham harakat qilib ko'rish shart. Chunki Alloh taoloning qahr g'azabiga keladigan narsa, duch keladigan narsa bu oila buzilishi. Va har doim xursand qiladigan narsa oila islohi.
Mana shundan kelib chiqib, man har doim man ajrashmoqchiman, menga kayfiyatim bo'lib turishi uchun yordam bering desam, aytaman, men yordam bera olmayman ajrashmoqchi odamga. Chunki meni hamma gapim oila islohiga qaratiladi va meni gapim sizga yoqmaydi deyman. Shuning uchun men ajrimlar bilan ishlamaganman hech qachon. Xo'p, va ajrim bilan ishlashlik bir foydali deb ham o'ylamayman. Endi qarang. Bir erkak aytayaptiki, men turmush o'rtog'im bilan jinsiy munosabatda juda chiroyli holatga kela olmaymiz. Nimaga? Men pul topaman. Men yaxshi ishda ishlayman, uyga charchab kelaman va turmush o'rtog'im bilan shu masalada bizda yechim bo'lmaydi hech qachon. Doim u o'ziga nimadirni oladi, men unga nimadir va men u insonga yalinib yolvorishni xohlamayman. Ba'zida charchadim deb oladi, ba'zida men nimanidir taklifini berganimdan tarix ko'tariladi. Ey, mayli tinch bo'lsin deyman, to'xtayman. Yur, seni asablaringni bir davolataylik, yur desam, sen meni jinniga chiqaryapsan deb yana to'polon bo'ladi. Ya'ni ayol shaxsiyatida balki fe'li kenglik, yori bilan kontaktning yo'qligi bizda o'sha bir-birsiga ish tushgan paytda kelib, ishi hal bo'lgani uchun ham biz juda ham uzoqdamiz yorimiz bilan. Bu yerda erkaklarni yomonlab o'tirgandan menga mukofot yo'q. Yoki ayollar tarafini olib o'tirganimda ham menga bir ayollardan mukofot yo'q. Shunchaki har bir narsaga adekvat nazar bilan qaragan inson sifatida aytyapman, sizga oddiy va sodda tilda tushuntirib beryapman. Raz siz turmush o'rtog'ingizni uyidasiz yoki u inson bilan uni nafsi yo'lidagi xatti-harakatlari bilan nizolashib turgan bo'lsangiz, u inson sizni shundoq ko'ksingizdan olib bolalaringiz bilan irg'itib yubormagan bo'lsa, u inson sizga xiyonat qilmadi hali. U nafsining quli. U o'zi va Robbisi o'rtasidagi nafs imtihonidan o'tyapti. U o'zini imtihoni, o'zini o'sha chig'rig'idan o'tyapti va siz nima qilasiz qilib. Siz aytishingiz mumkin, "A, meni erim-ku, ha, sizni eringiz", lekin bironta erkakni ayoli iskavchilik qilib to'xtatib qolganini eshitmadim shu paytgacha. Aksincha har yil Ramazonda bir qanaqangidir bir kayfiyat bo'ladi bizda. Endi boshqa mutaxassislar bilmadim, men Ramazon oyida juda ham ajoyib kayfiyat bilan dam olaman deb niyat qilaman, lekin hech qachon niyatimga yetmaganman, dam ola olmayman. Sababi aynan o'sha muqaddas safarlarga ketgan paytida ham yoridan javobini olib qaytib kelishadi. Va ba'zida ayollar o'sha iskavchilik qilib, detektivlik qilib, o'sha megajin bilan yorini qo'lga oladi va o'sha joyda kaltakni yeb javobini ham oladi keyin. Nimaga? Chunki bu hissiyotlari va o'zini qo'lga ola olmaganlik, ya'ni hissiyotini boshqara olmagan insonni albatta shayton boshqaradi. Ya'ni kimdir boshqarishi kerak uni. Inson boshqaradimi, shaytonmi farqi yo'q. Kim hissiyotlarining quli bo'layotgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Oilani buzishlik uchun qilingan har bir harakat, men turmush o'rtog'imni aybi, xatosini, gunohini isbotlab beraman deb niyat qilib qilingan har bir harakatingiz o'zingizni aybi nuqsonlaringizni ochish bilan to'xtaydi. Yoringiz necha yil yashadingiz? Deylik, masalan, 5 yillik, 10 yillik, 20 yillik, 25 yillik turmushida ajrashmoqchi bo'lgan insonlar bor. Men bunda hayratdaman. Ya'ni hayratlanasizda, 25 yillik turmush qudandali insonlar nimaga? Chunki ko'tara olmayapti. Chunki inson yoshi o'tgani sari hissiyotlar bosimini ko'tara olmaydi. Ham tanada immun sistemasida suslik boshlanadi. Ba'zi hujayralar qayta uyg'onmaydi bizda. Yosh o'tgan sari inson ko'tara olmaydigan bo'lishni boshlaydi. Ham tana, ham ruhiyatda charchash bo'ladi. Yoshligida ko'targan o'sha boshqa bir ayol bilan erini aloqasini yoshi kattaligida endi stop qo'ygisi keladi. Nimaga? Endi bu yog'iga chidash yo'q. Nuryuzlikim, mana shu paytda siz bitta narsani o'ylab ko'rishingiz kerak. Erkakni boshqa bir ayolga bo'lgan ehtiyojini sabablari bor. Aloqalarda hal etilmagan muammo. Bizda ehtirosli dialog va sizni "Assalomu alaykum dadasi, men bu narsalarni olib keling, qandoshlaringiz kelar ekan yoki meni qandoshlarim kelar ekan" dialogi emas. Ehtirosli dialog bu er tili. Ya'ni er tili deganda ayollar darrov, "Ha, biz hamma narsani er uchun o'rganamizmi?" Yo'q. Shu erkak sizga aslida xizmat qilyapti. Ya'ni ertalabdan kechgacha mehnat qilyapti. Va shu erkak sizni sharoitingizni yaxshi qilish uchun harakat qilyapti. Nima qilibdi siz o'zingizni huzuringiz uchun er tilini o'rgansangiz? Bizda har doim bu narsa bolalik jarohatlari bilan bog'liq. Bizda bolalikda qanaqa bo'ladi? Bizga har doim mehr berilgan, bizga e'tibor ham berilgan, ya'ni aynib ketmasin, meni tartibimdan chetga chiqmasin, lekin bizga ishonch berilmagan. Ya'ni sen uddalay olasan degan ishonch berilmagan. Ana o'sha ishonch bizga berilmagan va biz ham hech kimga bera olmaymiz. Bir ayolni turmush o'rtog'i aynan mana shu boshqa bir ayol bilan xatti-harakat qildi, lekin tavba qildi u erkak. O'shandan keyin ayol yana qayta ishonch uyg'ota olmaydi. O'sha qo'rquvlari, o'sha ruhiyatidagi o'sha holatga kelgani yana va yana hayotiga tortadi o'sha voqealarni. Va qo'rqqanga qo'sh ko'rinadi deydi-ku. Sal narsada o'sha narsa, sal bir nima deydi, bir voqealar ro'y bersa ham, xuddi shunaqa degan bir vasvasa uyg'onadi insonda.
Bu bizani bolalikda sen uddalay olasan, sani fikring to'g'ri, ya'ni man senga ishonaman tushunchalari berilmagan va aksincha, san uchun man qaror qabul qilaman. Man sani tug'ganman, nahotki man bilmayman san uchun nima kerakligini. Man senga tanlab beraman, tinch o'tir, olib kelib beraman, kiyasan, olib kelib beraman, yeysan. Ko'pchilik masalan sovetskiy onalarimizda qattiq qo'l shunaqa bo'lgan. Bu bilan ehtiyot bo'linglar, men ota-ona kavlashga o'tmoqchi emasman. Shunchaki bizda mana shu bolalikdagi ehtiroslarimiz bostirilishi va har doim aqlli bo'l tushunchalariga o'tganmiz va turmush o'rtog'imiz bilan ham o'sha bolalik jarohatlarida qiz bolaga nisbatan bosim va ularni har doim siquda ushlab turganligi uchun ehtirosli dialog saqlab qolinmagan bizda. O'zi aslida ehtirosli dialog bu bolaligingizda, kichkinaligingizda dadangizga borib achamlashingiz, dadangizni erkalashingiz, dadangizga bemalol qo'rqmasdan jur'at bilan borishingiz o'sha ehtirosli edi aslida. Ya'ni bu sizni qiz farzandi otasiga nisbatan hech kim bera olmaydigan bir go'zal muhabbat edi. Ana o'sha ya'ni erkakka nisbatan o'sha narsalar borgan sari uyat bo'ladi, katta qiz bo'lding, o't bu yoqqa deb hamma narsani siquvga olinganida turmush o'rtoq bilan o'sha lazzat masalasi, ehtiros masalasida erkaklarga yopilinadi. Va uni o'rniga uyat, jim tur, hattoki mana shunaqa aytishadi. Turmush o'rtog'ingiz bilan mana shunaqa masalada chiroyli gaplashishingiz kerak desa, aytishadiki, "Yo'q, men uyalaman, turmush o'rtog'im ustimdan kulsachi." Lekin turmush o'rtog'ingiz ehtiyoji bor-ku, xuddi shunday muomala qiladiganlarga. Ha, ular arzon variantda, lekin siz o'shani qimmat versiyasini taklif qilishingiz mumkin, ham sizniki halol. Lekin o'sha erkakni baribir ehtiyoji bor. Shu boshqa ko'chadagi uchinchi shaxsga. Shuning uchun ham yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman, balki bizni qaynonalar yoki bo'lg'usi qaynonalar eshitayotgan bo'lsa. Ko'pchilik erkak ayol munosabatda endi oila parchalanib ajrimgacha kelib bo'ldi, chunki ayolning ham paymonasi to'ldi. Yillar davomida ajrim, men qaynona xizmatidan boshqasiga o'tmayapman, menga zarilmay yashab degan parchalanishdan u erkak olib keladi keyin. Bilasizmi, o'sha paytda erkakni va ayolning ichida ham bir dard bo'ladi. Erkakning ham ichida dardi bor. Men onam bilan ayolimni o'rtasida qolib ketganman. Onam dilini og'ritib qo'yaman, lekin ba'zi masalalarda onamni qiladigan ishi aslida ayolimni qaysidir noto'g'ri harakatidan emas, onamning harakatidan men boshqa ayol bilan yashayapman. Nimaga desa, birga o'tira olmayman ayolim bilan. Men erkalatib o'tirishni yaxshi ko'raman. Alohida bir dam olishga olib chiqishni yaxshi ko'raman, chunki nimaga pul topyapman? Nimaga yashayapman? Nima uchun men harakat qilyapman? Va onam bu narsalarga mana shu yillar davomida zapret qo'ygan. Agar men ayolim bilan bir joyga chiqishim kerak bo'lsa, men o'sha paytda oq qilinardim. Ya'ni haddan ziyod onalarning rashqchiligi va o'zini eri bilan mazza qila olmagani, yetmagandek bolalarni ham mana shunaqa siquvda ushlashligi mana shu narsaga olib kelgan. Lekin ko'p oilalarda haqiqatan qaynonalarni o'zini qaynonaligini bildirib qo'yaman, kimligimni ko'rsataman deb o'zini nevaralari yetim bo'lishiga va tuppa-tuzuk oila parchalanishiga sababchi bo'lyapti. Bu kelin ham to'g'ri chidaydi qaynona zulmiga. Haqiqatda odob axloq bilan katta bo'lgan, o'sha ajrim kerak emas, murosa qilamiz deb katta qilingan oilalarda qaynona xizmatidan qochmaydi ko'pchilik ayollar. Lekin agar eri ham uni boshqasi bilan o'sha aloqa qilib, qolib ketib, eridan ham ayrilganini bilganda o'sha ayollarda bomba portlashi boshlaydi. Ya'ni u yog'iga qarasa ham, bu yog'iga qarasa ham o'zini bu oilada keraksiz his qiladida, menga nima keragi bor deb, ana keyin ajrimga qaror qiladi. Nurizligim, har doim mana shu xiyonat masalasi bilan siz qiynalib turgan paytingizda birinchi sizni qiladigan ishingiz o'zingizni hissiyotlaringizni boshqarishni o'rganasiz. Siz yoringizni, ya'ni men bu yerda aytmoqchi emasman, bir erkak uchinchi shaxs bilan aloqa qilayotgani yoki qo'shqotin bo'layotgani u aybi yo'q demoqchi emasman, lekin buni ko'rish kerak. Ko'pchilik oilalarda haqiqatan qaynona kelin mojarosi bor. O'sha qaynonalarni o'zicha men qattiq qo'l qaynona bo'laman deb oxirida o'zini hayotini rasvosini, bolasini taqdirini rasvogarchilikka tiqib yuborganini o'zi ham bilmay qoladi. Menimcha bu masalada qaynonalarga ham ozgina keng fe'llik kerak bo'ladi va keyingisi ko'pincha alohida yashab turib ham turmush o'rtog'ini o'sha vaqt o'tgan sari puli ko'payib, sekin-sekin uni krugi o'zgarganidan keyin o'sha boshqa bir ayollar bilan aloqasi borligini bilishadi. Erkak ayol ilohiy rishta bilan ahd qilgan paytida ular nafaqat jismoniy tanasi, balki qalbi birlashgan paytida bir-biriga bog'liq bo'ladi. Bir-biriga bog'liq bo'ladi. Ko'p hollarda sadoqatli, vafodor va turmush o'rtog'iga iloh darajasida cho'qinib yuborgan ayollarga mana shu imtihon keladi. Nimaga? Chunki Robbisidan uzoqlashmasligi va har narsasini dunyo mehr muhabbatini o'zini o'rniga qo'yishi uchun. Agar sizni o'sha paytda to'g'ri yondashib, o'zingiz ruhiyatingiz bilan band bo'lib, o'zingizni o'rganib, bu 21-asr. Menga farqi yo'q, men sabr qilib o'tiraman desangiz ham bemalol o'tirishingiz mumkin, lekin sizga kelib qo'shningiz yordam bermaydi, chunki qo'shningiz ham o'sha imtihondan o'tayotgandir balki. Chunki hozir yengil hayot balki modaga kirgandir, balki bemalol ochiq-oydin hamma narsa urfga aylangandir. Men bilmayman nimani oqibatidan. Xuddiki tasavvurimda osmondan bir kukun sepilyapti-da, mana shuni bir hidlagan odamlar o'sha xastalikda uchrayapti.
xuddi vaboga o'xshaydi. Shuning uchun bu vaziyatda siz burgaga achchiq qilib ko'rpangizni yoqmasdan, menimcha siz dono ayol bo'lishingiz kerak. Chunki Amir Temurning ayolini bo'ladimi, ko'p buyuk sarkardalarni, shoh sultonlarni bilasiz, bir nechta haramida go'zal ayollar bo'lgan va ulardan aynan bittasi donoligi bilan yengib chiqadi. Endi ularni aslida ayol kishi o'zini donoligi bilan turmush o'rtog'ini o'sha xastalikdan qutqara oladi. Bu meni e'tirofim. Hammani o'zini shaxsiy fikri bor. Men chunki yillar davomida bu narsa ustida ishlayverganimdan shu to'xtamga kelganman. Shuning uchun nur yuzlilarim, men shu narsani sizga aytmoqchimanki, agar turmush o'rtog'ingiz bilan shunaqa holat bo'lib turgan bo'lsa, birinchi aloqalar ustida ishlaysiz. Xo'p, nimani ustida ishlaysiz? Ehtiros va lazzat masalasida. To'g'ri, men hozir efirda sizga hamma narsani gapira olmayman. Balki yuzini 7 qavat terisini shilib gapirayotganlar bo'lishi mumkin, lekin menga bu narsa to'g'ri kelmaydi. Men gapira olmayman har birini. Va albatta bu mavzularni hammasini ochiq oydinlik bilan men o'zimni yopiq dasturlarimda, terapiyalarimda gapiraman. Xo'p, ikkinchisi bolalik jarohatlari. Siz uchun mumkin degan, ya'ni o'sha chegarangiz ochiq qolgan joy bor. Ya'ni menga mumkin. Menga qanaqangidir og'ir holatlar mumkin. Munosabatlarda chidash menga kerak bo'ladi, ya'ni chidash kerakligi, sizga kimdir adolatsizlik qilishi mumkin degan o'zi jarohat bo'ladi insonlarda. Hammaniki har xil, hammaga bir xil tashxis qo'yib bo'lmaydi. Masalan, 10 ta ayol bor, xiyonat masalasida kelyapti va ularning taqdiri hech qachon bir xil bo'lmaydi. Hech qachon. Qaysidir birida rostdan ham aloqa yaxshi emas. Umuman yaxshi emas va o'zi ham biladi bu narsani. Qaysidir birida aytadiki, rost manasiga men bolalik nimam ko'tarilib ketganman-da, hozir bolalarim bilan ham kelisha olmayapman. Rostdan ham turmush o'rtog'im bu ishni qilganini men tushunyapman. Nimaga? Chunki men u insonni necha yildirki asabiga tegib kelganman. Ya'ni tushunadi o'sha joyini ham. Va o'zini ovutish. Ko'pchilik ayollar o'zini ovutish bilan band. Ya'ni o'zi dono, juda ham zo'r, juda ajoyib ayol, eri bir bo'mag'ur toifadan yaralib qolgan. U o'zini shunday ovutadi. Men zo'rman, men ajoyibman, menda hech qanday ish yo'q, mening oilam zo'r. Bularning oilasi shunday. O'zi bularni dadasi ham shunaqa. O'zi bunichi onasi ham yaxshi emas o'zi. O'zi bularni urug' aymog'i savol tug'iladi. Nima qilyapsiz bo'mag'ur oilada? Siz turmush o'rtog'ingiz oilasiga nisbatan deb gapirgan paytingizda bilingki, siz o'sha oilani a'zosiz. Demak, siz ham shunaqasiz. Siz hech qachon bitta narsani unutmang, shu erkak bilan siz qalban jismonan birlashgan paytingizda bu sizni tanlovingiz edi. Taqdirimga, peshonamga yozilgani. Ha, siz o'zingizni hissiyotlaringiz bilan, o'zingizni tanlovingiz bilan tanladingiz. Hech qachon farishtalar kelib, qo'lingizni, oyog'ingizni bog'lab, sizni borib, o'sha joyda o'tirg'izib, niqtalab, sizni nikoh o'qitmadi. Nimadir yoqdiki shu erkakda yoki nimasigadir uchdingizki, shu ilohiy ahd keldi. Yana bitta narsa, va o'zini ovutishlik, hamma erkaklar bir go'r degan ovutish jarayoni bor, unaqa emas. Hech qachon unaqa emas. Hamma erkaklar bir go'r emas. Haqiqatan oilasi juda ham chiroyli aloqalar bilan ketayotgan insonlar bor. Nimaga bor? Chunki ular har doim o'z ustida ishlaydi. Chunki ular har ikkala tomon ham bir-birini, ya'ni sen aybdorsan, sen долженsan, sen mas'ulsan, sen emas, biz degan oila har doim chiroyli bo'lib boradi. Hech qachon, masalan, bu yil turmush qurdingizda, shu yil oxirigacha turmushingiz zo'r bo'ladi va 5 yil mazza qilib yashaysiz, 10 yil degan sizga kafolat xati yo'q hech kimda. Sizda yildan yilga oila munosabatlarida tanazzul, ya'ni krizis deyiladi. 1 yillik adaptatsiya jarayoni bo'ladi. Ko'pchilik erkak qizlar ko'nika olmaydi oilaga, qaytib ketadi, urushib borib kelib yuradi, ya'ni o'sha oilaga kirishi sal qiyinroq bo'ladi. Shu 1 yil ichida bir 5 marta ajrashaman deb ham chiqishi mumkin. Va undan keyin bu oilaga ko'nikish jarayoni keladi. Toki siz ular men dursiz, shu oiladan ta'ziringizni yeyverasiz. Juda bo'lmaganda eringiz boshqasi bilan yurib kuydiraveradi. Yechim o'zingizni ovutmasdan bitta narsani eslang. Ha, hozir turmush o'rtog'im bilan aloqam yaxshi emas. Ustida aloqalar ustida o'zingizni bolalik jarohatlaringiz, ya'ni menga mumkin degan chegaralar ustida ishlashingiz va o'zingizni ovutishingizni to'xtatsangiz, muammo kattalashmaydi. Muammo kattalashmaydi va siz birinchi safar kechirdim. Kechirish emas, hal qilish kerak o'sha joyda. Va yana bitta ayollarni o'zini o'sha bo'shliqqa otadigan bitta narsasi bor. Erim sevib qopti deyshadi. Erim sevib qopti. O'shaning uchun bu sevgi yomon bo'lar ekan, sevib qopti deyshadi. Va sizga savol bermoqchiman. Eringiz sevib qolganini qayerdan bilasiz? Yopishib olgan o'sha ayolga deydi. Balki sevmas. Erkak o'zini ayolini yaxshi ko'rib turib, boshqa bir ayol bilan ham ehtiyoji uchun gaplashishi mumkin, aloqa qilishi mumkin. Va ko'pchilik erkaklardan men shu gapni eshitganman. Iltimos, Umidaxon, ayolimni o'sha ko'ndirib bering. Men boshqa bu ayol bilan gaplashmayman. To'g'ri, shu paytda shunaqa aloqamiz bo'lgan, lekin hozir ma'lum bir sabablarga ko'ra, oilamiz buzilmasligi uchun va mana munosabat ustida ishlashga rozi bo'lgani uchun deb gap boshlashadi. Men aytaman, o'z turmush o'rtog'ingiz sizga kerakmi? Yaxshi ko'ramanman deydi. Keyin hayrat bilan so'rayman. Boshqa bir ayol bilan aloqa qilib turib, ayolni yaxshi ko'rish mumkinmi desam, nima mumkin emas deydi. Chunki ular erkak tabiat.
o'zini ayolini yaxshi ko'radi va boshqa bir ayol bilan ham bir vaqtni o'zida aloqa qiladi ham mumkin ekan. Men o'zim eshitganman shu gapni. Ayolimni yaxshi ko'rganim uchun men unga hamma narsa sharoitini qilib berganman. Men ajrashayotgan ayolim yo'q. Bu shunchaki to'polon qilyapti, bu ko'tara olmayapti, buni sog'ligi bilan, ruhiyati bilan muammosi bor. To'g'ri, meni odatlarimni tushunmadi. Ba'zi erkaklar turmush o'rtog'ini ta'zirini berish uchun ham shu aloqalarni o'zi sun'iy ravishda tashkillashtirar ekan. Balki siz eshitmagandirsiz, lekin men ko'p eshityapman. Ya'ni sharoit go'zalligida ba'zi ayollarda masalan sharoiti borgan sari yaxshilanib borgan paytida qaynonasini mensimaslik, turmush o'rtog'ini mensimaslik, turmush o'rtog'iga ba'zida noto'g'ri gaplarni gapirib qo'yishlik holatlari ochirar ekan. Bu ko'rmaganni ko'rgani qursin deymiz. Bunaqa holatlar ham bor. Balki atrofingizda o'zingiz kuzatib ko'rarsiz, qarindosh urug'ingiz ichida ham bordir. Va o'sha paytda erkak ayoliga ogohlantirish beradi. O'zingni yig'ib ol, o'zingni tashab qo'yding, na o'zingga qaraysan, na bir oilang bilan yaxshi murosadasan, senga o'zi kim kerak? Vichna san bilan to'polon, uying bo'lsa hamma narsangni qilib bersam, oldin uyim yo'q deb urisharding, pulimiz yo'qdir deng, bolalarimiz hammasi yaxshi joyda o'qisa, nima yetmayapti senga? Uyda yo'q joydan mojaro. Boyaga oltin baliq ertaga boshlanadi. Ya'ni ayol o'sha oltin baliqni qo'lga kiritdi va hamma narsa mendan, zo'r, gap yo'q, men erimni barakasiman, men erim, meni orqamdan pul topyapti deydi. Aslida bitta narsani biling. O'zida ishtiyoq bo'lmagan, o'zida bir shijoat bo'lmagan erkakni manaman degan ayol ham uyg'ota olmaydi. Baribir u erkakning harakatida o'zini mehnati ham bor, to'g'ri, ayolini ham hissasi bor. Lekin 50 ga 50 bo'ladi har doim. Erkak o'zini shijoati, o'zini harakati bilan. Shunaqangi zo'r ayollar bor, turmush o'rtog'i uylik. Qancha harakat qiladi, natija yo'q va u insonni o'zida bo'lmasa qiyin. Shuning uchun eri zo'r bo'lib ketgan paytida hadeb man deb ko'kragingizni kerib chiqish ham kerak emas. O'sha narsa ham erkak kishini nafsoniyatiga tegarkan va ayolini ta'zirini berish uchun ham sen meni hurmat qilmayapsanmi? Men nima san naskini yuvishim kerak yoki paypog'ingni yuvishim kerak, shunga o'xshagan gaplarni ham ishlatgani. Men ovqat pishirmadim, zakaz qil yoki shunga o'xshagan gaplar. Bo'lishi mumkin hammada har xil, balki siz unaqa inson emasdirsiz, lekin shunaqa insonlar o'zi tushunmayotgandir. Lekin men aynan shunaqa ayollarni taniyman. Juda ko'p, atrofimda ham ko'p, kuzatsak ham topsak bo'ladi. Oxirida bu insonni o'sha ko'tarilib ketgan burni sekin pastga tushishi boshlaydi yoki bo'lmasa balki erkak sekin bu oiladan uzoqlashishni ham boshlaydi. Shunchaki ayolni ilmsizligidan, o'zini o'zi aldashidan, men barakali ayolman, men orqamdan erim boy bo'lib ketdi deb o'zini aldash ham kerak emas. Erkakning o'zini harakati bo'lmasa, u darrov boy bo'lib keta olmaydi. U insonni o'zini ham ambitsiyasi bo'lishi kerak, o'zini ham prinsiplari bo'lishi kerak, o'zini ham shijoati bo'lishi kerak. Faqat ayolni barakasi bor ekan deb turib, umuman hayotga qiziqishi yo'q bo'lgan bir takasaltangni zo'r qilib yuborish oson narsa emas u. Deyarli balki bo'lmasligi ham mumkin. Shuning uchun o'zingizni aldashni to'xtating va turmush o'rtog'ingizni bu holatda qanaqa vaziyatligini o'ylab ko'rishingiz kerak. Bitta narsani aytib bermoqchiman. Bir inson murojaat qildilar. Juda ham ajoyib nima? Oilasi ham ajoyib, o'zini ishi boshqasi. O'zbekistonda masalan o'zini o'rni bor bo'lgan inson, o'zini sohasida va ular aytayaptiki, men ataylabdan turmush o'rtog'imni yaxshi ko'raman, lekin juda ham faqat qo'pol so'z ishlataman, latta. Ya'ni juda ham men qarindosh urug'imnikiga yig'inlarga borganda ham juda ham aynan menga mosmasligini bilaman. Nimaga? O'zingga qara deyman, adabiyotlardan foydalan, o'qi deyman. Men har doim zapret qo'ymaganman, tegida shofyori bor. Men hech qachon zapret qo'ymayman. Faqat ma'lum bir qobiqga kirib ketgan paytida men ham zerikyapman u inson bilan. Keyin men bir ish qildim. Aynan shunaqa bir ish qildimki, men boshqa bir inson bilan gaplashayotgandek tutdim o'zimni. Ataylabdan o'zimni cho'ntagimga nimalardir solib qo'ydim, shu ayolim uyg'onishi uchun. Bilasizmi, rostdan ham shu insonni ayolini olib kelgan. Rostdan ham men ayol bilan gaplashganimda juda ham sodda, haqiqatdan, o'zini aldash, o'zini ovutish bor rostdan ham. Bitta narsa aytmoqchiman. Rivojlanayotgan erkakni ayoli sifatida yashayotgan bo'lsangiz, u inson bilan yetib olishingiz kerak. Shunchaki qobig'ingizda qolib ketsangiz bo'lmaydi. Bunaqa mard erkaklar ham bor, majbur bo'ladi ayolini o'sha eng g'azabi keladigan joydan ushlaydi. Bunaqa narsani ham guvohi bo'lganman va u ayolga men keyin zo'rg'a tushuntirganman. Bu narsa ataylabdan uyushtirilgan, turmush o'rtog'ingiz boshqa inson bilan emas. Yo'q, unaqa emas deb rosa ko'p qiynalgan. Lekin bilasizmi, shu ayol aynan shu voqeadan keyin juda ham katta tezlikda imijini ham o'zgartirgan, fikrlarini o'zgartirgan, tinimsiz o'qigan. Hozir shu ayol bilan biz qadrdon bo'lib qolganmiz. Xo'p, bunaqa vaziyat ham bo'lishi mumkin demoqchi edim. Misol sifatida balki turmush o'rtog'ingiz siz o'zgarishingizga bir hissa qo'shmoqchi bo'layotgan bo'lishi mumkin, balki u xiyonat darajasiga yetmagandir. Xo'p, demak bilib oldik, aloqalarni demak hal etamiz, ehtiros masalasini hal etamiz, bolalik o'zimizni xotiramiz bilan ishlab ko'ramiz, jarohatlarimiz bilan o'zimizni ovutishni to'xtatamiz. Keyingisi. Xiyonat qanaqa oqibatlarga olib keladi? Bizda har doim sotqinliklar bo'ladi. Buni aytmoqchimanki, mana masalan bir erkakni ayoli sotqin bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Chunki bunaqa vaziyatlar bilan ko'p mana shu ajrimlarga faqat xiyonat emas, ayol kishini ham sotqinligi sababchi bo'ladi.
Deylik, ayolini telefoniga nimadir joylashtiradi erkak va uni har kuni eshitib yuradi. Onasiga nisbatan, erini onasi, ya'ni qaynonasiga nisbatan shum kampir yoki megajin yoki bo'lmasa qizlari bilan ana xonasiga kirib ketdi. Ani qizi uyat gaplar bilan haqorat qilinadi va erkak buni zapis qilib tekshirib yuradi. Va oxiri yoriladiki, sen bilan men yasha olmayman, javobingni beraman. Tamom, chunki sen sotqinsan. Sen butun bir boshli meni oilamni hammasiga laqablab qo'ygansan. Hammasiga sen hammasini bilasan qanaqaligini. Va yana har kuni dugonasiga, onasiga kamdan kam aytadi, lekin dugonasiga yaqin, o'sha o'zi yaqin ko'rgan inson, shuning uchun ham aytaman, dugonalar kerak emas, ortiqcha g'iybatchi dugonalaringiz. Kerak emas. Mana shu dugona mavzusi ham juda ham bo'lishi mumkin. Hamkasb, masalan, ish yuzasidan partneringiz bo'lishi mumkin. Bir ilm ahli bo'lishi mumkin. Yaxshilikka da'vat etadigan insonlar bo'lsa, nur bu narsa. Ya'ni zo'r. Lekin har doim sizga u musirini, siz unga musirini otib faqatgina inson go'shtini yeb o'tiradigan sizga dugonani keragi yo'q. Va shunaqa jarayonlarda ham erkak aytayaptiki, men buni mana shu zapislardan keyin, men mana shunaqa holatga kelganman, men boshqa xotinimni qabul qilmayman, chunki men buni bir necha marta ogohlantirganman. Bunaqa jarayon bilan ham erkakni ayoliga, ayolni eriga ishonchi so'nishi boshlaydi. Ishonch yo'q bo'lishi har qanday holatda inson tanazzuli. O'zini kasbiga nisbatan, agar shu kasbida bir rivojlanishiga ishonch qolmasa, u insonni o'sha kasbda gullab yashnab ketishiga hech kim ming dalda bo'lsa ham, orqasidan itarsa ham olib bora olmaydi, chunki uni ichida ishonch yo'qolgan. Oilada ham xuddi shunaqa, erkakni ayoliga, ayolni erkagiga. Keyingisi ruhiy zo'riqish. Hozirgi kunda juda ham asabiy, doim g'azabda, jahldor, masalan, shunaqa ayollar keladi. Qosh shunaqa turadiki, vajohatidan qo'rqasiz. Nima bo'lyapti? Turmush o'rtog'im aytganini qilmayapti. Ya'ni buni oqibatida xo'p, nima sizga ko'p meni ozorlayotgan narsa erimni ishi ham emas, bolalarimni urib qo'yyapman. Bu endi juda ham kulgili narsa. Keyingisi kasalliklar kelib chiqadi. Ayollik a'zolarida kasalliklar kelib chiqadi. O'zingiz g'azabingizni, ichki ayblashingizni, to'g'ri, xiyonat paytida turmush o'rtog'ingizni bu qiliqlaridan boshidagi 1 yil turmush o'rtog'ingizni ayblarsiz, balki 3 oy ayblarsiz. Undan keyin baribir o'zingizga ketadi. Ko'p ayollar bor, masalan, o'sha erkagi topib olgan ayol bilan o'zini rasmini solishtiradi yoki oynaga qarab uni ko'rib, mamnaq qilib solishtirib yuradi. Bu baribir ichki ayblashga olib keladi. Ya'ni aybdorlikka, g'azabga kirishib ketgan paytingizda albatta uni mevasi kasallik bilan sizga ko'rinadi. Juda bo'lmaganda kasallik, hozir masalan, ayollik a'zolarini xastaligi bilan, saraton xastaligi bilan shifokorlar bilan ishlayotgan paytda ular albatta psixolog muolajasini qo'shimcha olib ketmasangiz natija bo'lmaydi deb aytishadi. Chunki bu narsa allaqachon ko'rib chiqildi. Farzandlarga ruhiy zarba berasiz. Ota-onani bir-birsiga dushmanligi, g'alamisligi, erkakni aybini kovlay yurganidan ayoli, erkak ham unga tuhmat qiladi keyin. Ya'ni uni shu uchun to'xtatib turgisi keladi shu bilan. Ya'ni bir-birsiga sani savolingga yarasha javob berdim deymiz-ku biz. O'ziga o'zini oynasini, ko'zgusini tutib beradi. O'sha paytda farzandlarni dunyosi parchalanadi. Bu yog'iga qaraydi otasi, bu yog'iga qaraydi onasi va ularni dunyosi shu joyda yo'q bo'layotganini. Va undan keyin qanaqa farzandlar xotirasi past, ana ishni qildingmi desa, u ishni qilgan qilmaganini bilmaydigan va faqatgina mamnaqa telefonda o'tiradigan va hayotga nisbatan bolam nimani xohlaysan, kelajakda 11-klassda o'qiyapsan, maktabni tugatasan, nima kasb egasi bo'lmoqchisan desa, deydigan avlod yetishib chiqadi keyin. Keyin aytib yurasiz, nimagadir bu hech narsaga ishtiyoqi yo'q. Savol, sizda ishtiyoq bormi? Hech bo'lmasa oila islohida ishtiyoqingiz bormi? Yonib turgan oilada janjal bo'lmaydi emas, hamma oilada janjal bo'ladi. Qaysidir oila yetishmovchilikdan to'polon kelib chiqishi mumkin. Qaysidir oilada munosabat ustida, ya'ni 3-shaxs aralashadi. Qaysidir oilada yetishmovchilik bo'lib turgan bo'ladi. Baribir o'sha munosabat ustida juda ham to'g'ri tartibda agar ishlamaydigan bo'lsangiz, bolalaringiz hammasini ko'rib, eshitib katta bo'ladi. Va eng asosiysi ularning kelajakka ishonchi ham o'ladi. Keyin yurasiz, bolam maktabni tugatdi, lekin hech kim bo'lish niyati yo'q. Bir Rossiyaga ketaman deb aytadi, bir Amerikaga ketaman deb, bilmayman, bir g'alati narsalarni gapiradi deb uni keyin ustidan ham kulasiz. O'zi ham bilmaydi nima ish qilishini. Keyingisi oila parchalanadi. Oila o'zidan o'zi parchalanmaydi, uni negizida er va xotin. Har doim bitta narsani aytishingiz mumkin. O'rtaga kimdirlar tushyapti-ku. Er xotin sifatida agar to'g'ri o'zingizni o'rgansangiz, ayol sifatida, o'z ustingizda ishlasangiz, bu juda ham bir ko'p narsalar, dissertatsiyalar yoqlab tashlashingiz, butun bir kutubxonani o'qib chiqishingiz degani emas. Ayol sifatida vazifalaringizni, o'zingiz qanaqa kuchga ega ekanligingizni, sizni shaxsiyatingiz qanchalik go'zal ekanligini tushunib yetganingizda o'zingiz bilan band bo'lsangiz va ana o'shanda muammolar hal qilinishni boshlaydi. Oila parchalanishi bu er xotin o'rtasiga nechtadir shaxslarni bemalol kirishi, aytadi-yu, bemalol oramizdan poyezd o'tib ketsa ham yo'limiz ochiq turibdi deb. Qanchalik er xotinning o'rtasi ochiq bo'lganda o'rtaga hamma kiraveradi.
Qachonki mana shu ikkala inson bir-birisi bilan judayam kelishib olgan, gap so'zi joyida bo'lsa, u oilani hech kim buza olmaydi. Va siz ayta olmaysizki, erim zo'r bo'lib ketsin, munosabat ustida keyin ishlaymiz. Siz bugun munosabat ustida ham ishlaysiz, ruhiyatingiz ustida ham ishlaysiz, yo'l-yo'lakay boy inson ham bo'lib ketaverasiz, farzandingiz ham o'qishga kiraveradi va orada siz ham o'qishga kirishingiz mumkin, chet elga safarga ham bu deklaratsiya qonuni deyiladi. Buni ko'proq bizga biznes murabbiy ustozlarimiz o'rgatishgan. Ya'ni yo'l-yo'lakay hammasini hal qilasan. Hozir pul topib olay, oilam bilan keyin gaplashaman deyishlik yo'q. Siz ham xuddi shunaqa. Men hozir erimni shu yo'ldan to'xtatib olay, keyin bir gap bo'lar. Unaqa narsa yo'q. Siz hozir o'zingizni o'rganishni boshlaysiz, ruhiyatingiz ham o'rganaverasiz, eringiz bilan munosabatingiz ham zo'r bo'laveradi va yo'l-yo'lakay farzandingizni ham xulqida o'zgarish bo'laveradi va o'zingiz rejalar ham qilaverasiz, sayohatga ham chiqaverasiz, yo'l-yo'lakay. Bu aytganimdek deklaratsiya qonuni deyiladi. Xo'p, Nurizligim, oila parchalanishiga har doim erkak yoki ayol deyilmaydi, har ikkala tomon. Lekin biza hissiyot insonlari sifatida turmush o'rtog'imiz bilan bu narsani hal qilishimiz osonroq bo'ladi. Lekin erkaklar tan olmaydi, qanaqa ma'noda men ayolim bilan nimadir ustida o'tiramanmi endi deb, masalan, vaqtim yo'qman deyish mumkin. Lekin har qanday ayol turmush o'rtog'ini rom etadigan darajada, o'ziga jalb etadigan darajada resursga ega. Sizni Alloh taolo shunday qilib yaratgan. Faqat birinchisi, agar siz xuddi shunaqa vaziyat ustida turgan bo'lsangiz, yoringiz bilan imtihondamisiz, farzandingiz bilan imtihondamisiz, pul yo'qotish bilan imtihondamisiz, xo'p, bunaqa holatlarda aynan ilohiy ahd bilan bo'lgan vaziyatda, aytganimdek boshida aytdim-ku, dugonangizni bemalol qo'yib yuboring va plus qo'shimchasiga ehson ham berib yuboring. Ya'ni shunaqangi insonlarni menga ko'rsatib qo'yding Robbim. Mana bunaqa narsa ham borda. Agar siz mana o'z ustingizda ishlayotgan bo'lsangiz, ko'pchilik ayollar bilishadi. Hozir masalan, kursda o'qimagan ayolni o'zi yo'q. Ya'ni psixologik kursda yoki bir kitob o'qimagan ayollar yo'q. Hozir men juda ham xursandman. Mana chekka qishloqlardan ham o'sha qanaqa kitoblar o'qisam bo'ladi deb konsultatsiyalarga kelishadi yoki onlayn zo'r ustida ishlashyapti. Oddiy o'sha nima deydi, internet juda slab ishlaydigan joylarda ham. Agar sizda shunaqa jarayon bo'layotgan paytida hayotingizda o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni past fikrlaydigan, g'iybatga chorlaydigan, sizni hayotingiz sifatini tushiradigan insonlar sekin-sekin hayotingizdan chiqib ketishni boshlaydi, o'zini bo'lmag'ur qilig'i bilan. Chunki biz ertalab uyg'onib bir vahiy kelmaydiki, o'sha dugonamni yo'q qilishim kerak deya olmaysiz. U bir o'zini yuzini ko'rsatish kerakki, siz undan qanaqangidir sovib ketishingiz kerak. Bu degani shunchaki Alloh taolo siz uchun xatarli bo'lgan insonlarni siz yo'lingizdan olib tashladi degan. Va albatta o'rniga siz uchun, ya'ni o'zingiz kabi fikrlaydigan kimdir keladi. Va yana bir marta aytaman, eng asosiysi biz dugona o'ynagani kelmaganmiz bu dunyoga. Asosiysi shu, eng asosiy buyruqlarni ado etgani, ya'ni o'zimizni bandalik burchimizni bajargani va eng zo'r narsa siz uchun oilaviy farovonlik. Ishoning, sizga do'st vazifasini ham yoringiz o'tab beradi. Agar buni his qila olsangiz, yoringizdan sizga eng zo'r do'st chiqadi. Ishoning. Va do'stki unga har gapni gapiravermasangiz. Ba'zi ayollar bor, o'zi chegaradan chiqib, o'zini ota-onasini ham yomonlab o'tiradi. Biz uyimizda doim janjal bo'lgan, erga tegsam qutulaman degandim, uydim. Mana shu joyda shunchaki siz qayerda nima gapni gapirishni bilmayapsiz. Lekin do'stingizdan, sizni turmush o'rtog'ingizdan eng ajoyib do'st chiqadi. Shuning uchun o'sha aytganimdek, hayotingizdan chiqib ketgan insonlar uchun juda ham bir yuragingiz siqilishi shart emas. Hozirgi tavsiyam jigarlari va yori bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni oilasiga, har qanday muhitda ham oilaga tegishli insonlarga men tavsiya bermoqchiman. Xo'p, birinchi uyqungizni to'g'rilaysiz. Demak, qarab chiqamiz. Hozirgi stress holatida kelmaydi ayollar ko'pincha. Keladigan ayollar kam, lekin depressiya, stressni ancha o'tkazib yorib, depressiya, ya'ni o'zi bilan o'zi gaplashadigan bo'lib, ruhiyati buzilib ketgan paytida aynan mutaxassisi o'ziga ko'rigiga kelishadi. Xuddiki shifokor qabuliga biz ekstrem vaziyatlarda boramiz. Ya'ni nimadir operatsiyaga kirish jarayonida yoki biron bir holatimiz og'ir bo'lib ketgan paytida. Chunki bizda shunaqa bo'lgan, shunaqa bir rejim kirib qolgan bizga. Oldindan bormaymizda, o'tib ketib qolgandan keyin boramiz. Chunki o'zimiz uchun moddiyatimiz va ma'naviyatimiz, ya'ni biologik tanamiz va fikrlarimizni sog'lomligidan ko'ra bizga ko'proq tilla taqinchoq taqqanimiz yaxshi, xo'ja ko'rsinga brend kiyimlar kiyganimiz yaxshi, keyin kreditga mashina olib haydaganimiz yaxshi. Ya'ni bizda boshqacha dastur ishlaydi. Juda bo'lmaganda hali endi tug'ilgan qizchamizni xuddiki unga bir gadoydan sovchi keladigandek unga sarpo yig'amiz va o'zingizni niyatingiz ishlaydi, rostdan ham keyin pul bo'lsa ham o'zini gadoyga solib keladigan sovchilar keladi keyin. Ya'ni biz noto'g'ri niyatlar uchun sarflaymiz har doim. Biz aytdimizki, men sog'lom ona bo'lsam, men sog'lom fikrli ona bo'lsam, men bir nechta farzandlarga energiya bera olaman. Men sog'lom farzandlarni dunyoga keltiraman. Va siz aytishingiz mumkinki, men hozir endi tug'ilgan qizingizni taqdirini siz qayerdan bilasiz? Shunchaki u sizga omonat berildi. U sizni bir yasagan, bir plastilindan yasagan bir o'yinchog'ingiz emaski, uni kelajagini bilsangiz. Va siz o'zingizni mana bu kichkinagina fikrlaringiz bilan tog'ora-nog'orasiga sarpa yig'ishni boshlaysiz va albatta siz o'sha yig'gan narsalaringizga muhtoj bo'lgan, o'sha o'zini gadoga soladiganlar keladi va yoki siz aynan shu qizingizga to'y qilayotganda o'zingiz o'sha versiyaga tushib qolasizki, o'sha tog'oralaringiz sizga asqotib qoladi o'sha paytda. Niyat noto'g'riligi. Uyqungizni to'g'rilaysiz.
uyqusi yo'q bo'lgan, miyasi traktorda ishlayotgan, jigarining xatosi bilanmi, yorining boshqa bir ayolga yoki umuman oilaviy mojarolar bilan uxlolmagan inson uxlashga harakat qiladi. Boring shifokor ko'rigiga, sizga tabiiy tanangizga ziyon yetkazmaydigan tinchlantiruvchi nimadir oling o'zingizga. Uyqungizni to'g'irlab olasiz va tinchlanasiz, ibodatlaringizni to'g'irlab olasiz. Chunki inson dunyo uchun jang qilayotgan paytda u insondagi aynan e'tiqodlari, iymoni zaif bo'lishni boshlaydi. Aytdik-ku, bizda ishonch yo'qolib qoladi deb. Kimdir bizga xiyonat qilsa, kimdir dilimizni og'ritsa, qanaqangidir hafsalamiz pir bo'lib ishonchni yo'qotib qo'yamiz. O'sha paytda albatta bizani uyqumizga, tinchlik degani bu oila ichida emas, o'zingiz bilan o'zingiz urushib yurasiz. Chunki bu depressiv holat deyiladi. Ya'ni stress tashqaridagi insonlar bilan urushlik, jang, doim mana bunaqa vajohatda yurishingiz bo'lsa, depressiya bu endi bosim ichiga yutib o'zi bilan o'zi uxlamasdan urushib yurishlikka kiradi. Aynan turmush o'rtog'ini boshqasi bilan bo'lisha olmayotgan ayollarda bu 100% bo'ladi. Uyqungizni va tinchligingizni, ibodatingizni joyiga qo'yishni boshlaysiz. Keyingisi. Xo'p. Nimani xohlashingizni aniqlab oling. Aniq. Masalan, men konsultatsiyamga kelgan, aynan shu masala bilan kelgan insonga bitta savol aytaman. Shu sizga kerakmi? Ya'ni siz ajrashaman deb eringizni qo'rqitish uchun ariza berdingizmi? Uni yozib berdingizmi? Nimaiki bo'lishidan qat'iy nazar shu sizga kerakmi? Ya'ni boshqa bittasi bilan yuribdimi? Nima qilishdan qat'iy nazar shu erkak sizga kerakmi? Demak, aniqlab oling. Men har qanday holatda ham o'zim boshimdan o'tkazganim, jigarlarim bilan bog'liq bo'ladimi, pul oldi berdisi bo'ladimi, yorimni vafosizligi bo'ladimi? Har bir vaziyatlarda bitta o'sha ustozimdan o'rgangan texnikam bor. Shu inson menga kerakmi? Savolini qo'yaman. Va ichingizda agar siz ruhan sog'lom bo'lsangiz, ruhiyatingizda buzilish ketmayotgan bo'lsa, shu eringizni aslida talashib urushib yurgan bo'lasiz. Raz shu erkak sizga kerak bo'lsa, bu erkakni doim qing'ir qiyshiq tomonlarini eslamasdan o'zingiz ruhiyatingiz bilan ishlaganingizda bu turmush o'rtog'ingiz bilan yaxshi bo'lib ketadi. Agar bu inson sizga kerak emasda, ishingiz faqat buni kavlash, ishingiz faqatgina isbotlab berib, el u xalq uchun buni bir yomon insonligini isbotlamoqchi bo'lsangiz, bu eng katta fojia. O'ylang, o'zingizga savol bering. Shu erkak sizga kerak bo'lsa, tamom, to'xtang o'sha joyda. Bu erkak sizga kerakligini albatta bu erkak his qiladi. Siz unga nisbatan xayrixohligingizni, yaxshi munosabatdaligingizni u biladi. Biladi va sezib turadi. Shu orqali niyatingizni to'g'irlab harakat qiling. Ba'zi toifa insonlar bor, hamma bir xil deya olmaymiz. Ba'zi toifa insonlar bor, turmushga chiqishidan ma'ni maqsad u shunchaki nomini oqlash bo'ladi. Yoki 3-4 yil yashab, bir ikkita farzand orttirib, turmush o'rtog'ini shundoq chetga chiqarib tashlash bo'ladi. Ha, bo'lishi ham mumkin. Bunaqa insonlar bor. Va shuning uchun siz o'zingiz bilan gaplashib ko'ring. Shu erkak sizga kerakmi? Siz turmush o'rtog'i bilan, hamroh bilan hayotingizni davom ettirmoqchimisiz yoki ersizlik tashviqoti sizga ustun kelyaptimi? Ersizlik motivatsiyasi sizda ustunlikmi? Mana shuni o'ylab ko'ring va o'sha niyatingizni aniqlab, nimani xohlayotganingizni biling. Kimlar nimani xohlashi emas. Eng yomon narsa bilasizmi? Mana shu oiladagi nizolarda bizani atrofimizda 150 ta motivator paydo bo'ladi. Mana shu 150 ta motivatordan 149 tasi o'zini hayotida baxtsiz bo'ladi. Ko'pincha. Aynan sizga bergan maslahatini o'zi hayotida qo'llamagan bo'ladi. Ana o'sha narsa eng katta fojia bo'ladi. Va yana bitta xato bor. Reels ko'rgan paytda ayollar sen meni tashlab keting, sen menga xiyonat qilding, muzikalarni eshitgan paytida ham bevafosan, sen yomonsan. Mana shunaqangi e'tiqodlar singdirilgan informatsiyalar, tashviqotlarni eshitavergan inson ruhan sinib yer bilan bir bo'lib ketaverasiz. To'xtatasiz. Ya'ni birinchi aniqlab olasiz, siz hamrohingiz bilan ketmoqchimisiz? Mayli, nimaiki bo'lib o'tdi hayotingizda, oilani tiklaymiz va shu yorim bilan davom ettiraman, chunki u inson menga kerak. Ha, u yomon, lekin menga kerak. Xuddiki ovqat ichidagi kichkina qalampir ham ta'm bergani kabi. Ha, u menga kerak, menga u huzur beradi, haz beradi. Bo'ldi, o'sha joyda aniqlab oling. Demak, siz bilan birga ketmoqchi ekansiz. Hamma narsani shu bilan birga ketishga qaratasiz va yechim o'sha sizga beriladi. Lekin na u yoqli bo'lmasdan siz yomonlik kovlayotgan bo'lsangiz, arosatdagi inson eng katta jazoni olayotgan bo'ladi. Aniqlashtirasiz. Sizga nima o'zi yetmayapti va bilan yashamoqchimisiz yoki uzul-kusul ersizlik mening hayot mamotim, men shunaqa mazza qilib yashayman demoqchimisiz? Yana bitta narsa, keyingisi. Bizda mana bunaqa narsa bor. Hozir bu o'tmishdan uzilish terapiya dedim. Bu oson narsa emas. Ko'pchilik ayollarda bitta plastika bor. Hozirgi sizga ozor berayotgan narsa desa, to'xtab turing-da, deydi-da. O'shacha o'zi 2 yil oldin ham mana bunaqa bo'lganda, bitta qiz SMS yozganda 2 yil oldinga ketdi. Bu o'tmishdan uzila olmaslik holati. Bu juda ham katta bizning hayotimizni 80% ni yeb tugatayotgan bir virus.
Masalan, bitta virus bo'ladi, shunda ichingizga tushgan paytda o'zini o'zi yeb, insonni o'limga olib boradi-ku. O'tmishni kavlashlik, o'tmishdan uzila olmaslik, oilani parchalaydigan bir virus bor. Bu miyamizga shunaqangi tushadiki, u bizni toki yo'q qilmaguncha to'xtamaydi. Bu siz bu narsadan terapiya orqali chiqib ketishingiz kerak. O'tmishni kavlash odatingizni yo'q qilishingiz kerak. Ana o'shanda baxtli yashaysiz. Toki kim o'tmishni kavlashni to'xtatsa, o'shanda baxtli bo'ladi. Aytilinadi-ku, bir inson agar zalolatda yurgan bo'lsa, u hidoyatni qabul qilsa, u insonni o'tmishini eslash mumkin emas, gunoh bo'ladi deymiz. Va biz ham bir inson xato qilgan bo'lsa yoki gunoh qilgan bo'lsa, u insonga ha deb o'tmishni kavlab eslataversangiz, siz juda ham katta xato qilayotgan bo'lasiz. Chunki biz hammamiz hayotga birinchi marta kelishimiz. Bu, конечно, ezoteriklar san hayotga 150 marta kelishing mumkin. Agar hozir xato gunoh yo'lda yursang, eshak bo'lib kelasan, keyin it bo'lib kelasan deb hinduizmni tiqishtirishadi-yu. Ya'ni mavhum e'tiqodlarni, to'pol insonlarni bir o'ylab topgan, nima deydi, miyasi ham ishlamaydigan insonlar o'ylab topgan bo'lsa kerak-da. Mana shu narsalarni singdirishadi-yu. Aslida inson fitratan dunyoga birinchi marta kelishi va biz dunyo bilan birinchi marta tanishyapmiz. Va xatolardan xulosa olgan dunyoda eng qimmat inson bo'ladi. Ya'ni xatolardan xulosa olgan inson. Xato bizani zo'r inson qilar ekan deb xatolarni ichiga o'zingizni otmaysiz. Xatolaridan yoki o'sha gunohlarining ta'siridan tavbaga kelgan inson aslida qimmat inson. Men taqvodorman, men zo'r insonman deb mana bunaqa burnini osmonga ko'tarib yurgan insondan ko'ra u afzalligi aytilinadi. Shuning uchun siz aytolmaysizki turmush o'rtog'ingizga farishta bo'lishing kerak. Men pokman-ku. Xo'p, siz pok bo'ladigan bo'lsangiz, siz ajoyib inson bo'ladigan bo'lsangiz, siz zo'r insonsiz, ha, ajoyib inson bo'ladigan bo'lsangiz, xo'p, o'zingizga xos bo'lgan kelin duo qiling. Ya'ni xuddi o'zimga o'xshagan kelin kelsa mana deb duo qiling. Ya'ni yaxshilikni naslingizga, zotingizga so'rang va turmush o'rtog'ingizdan farishta bo'lishni talab qila olmaysiz. Bu eng katta xato. Va shunaqa ayollar bor, menga xos bo'lishi kerak deb gapiradigan ayollar bor. Yo'q, unaqa emas. Inson o'ziga xos bo'ladi. Va eringiz sizga o'xshamaydi, u o'ziga o'xshaydi. Va u o'zini imtihoni bor, o'zini Robbisiga tomon borish yo'li bor. Kimdir pul yo'qotib boradi, kimdir oilasi bilan, yomon xotin bilan imtihondan o'tadi. Suqrotning hayotini kim bilgan bo'lsa, bu insonni falsafani otasi deyshadi. Aslida men unaqa deb qabul qilmayman. Lekin shu insonning hayotini bilsangiz ham, xotinini qanaqangidir rasvogarchilikda ekanligini va u inson xotiniga men shunga chidaganim uchun ham men zo'r insonman deb o'zini qanaqangidir zo'r ko'rsatishi mumkin. Bu narsaga biz chaqirmaymiz, ya'ni da'vat etilmaydi bu narsaga, lekin biza kimnidir yomonligini oldida biz zo'rmiz deb faxrlanishga haqqimiz yo'q. Va hamma ham dunyoga birinchi kelishi va dunyo bilan siz birinchi tanishyapsiz. Shuning uchun ham bizda agar o'sha haqiqatdan qilgan xatoyingdan, gunohingdan afsusda bo'lsang, bu afsusing kechiriladi. Ya'ni qilgan xatolaring kechiriladi, afsusing inobatga olinadi deydi. Nimaga deganda rostdan ham birinchi marta tanishyapmiz. Shuning uchun turmush o'rtog'ingizdan farishtalikni talab qilmasligingiz kerak. Bu nafaqat erkaklarga, balki ayollarga ham tegishli. Eng katta o'sha muolaja o'tmishdan uzilish. Kim o'tmishni eslashlikni to'xtatsa, bu jigarlaringiz bilan bog'liq ham. Ya'ni kek saqlab yurish deyiladi. Kek saqlab yurishni ham to'xtatishingiz kerak. Xullas, bu narsa sizga kerak. Yechim sizga kerakmi? Marhamat shu joyda. Buni terapiya bilan hal qilinadi. Keyingisi. Xo'p. Oila buzarlarga ergashmaslik. Ya'ni ilohiy hislarni uyg'otish. Ilohiy hislar degani bitta narsa, qarang. Turmushdan oldin bizga to'laqonli aql kerak bo'ladi. Kimni tanlayotganingizni aqlingizni ishlatishingiz kerak bo'ladi va siz bir agar rostdan ham bir buzuq insonni ko'rib turib, yo'q, to'ydan keyin o'zim qo'lga olaman yoki bir o'g'ri insonni ko'rib turib, ya'ni aqlni ishga solmasdan, hissiyotni ishga solib, buni kelajakda o'zim zo'r qilib olaman deb o'zingiz xato tanlov qilgan bo'lsangiz, bu sizda javobgarlik. Nikoh qurishdan oldin to'laqonli inson aql bilan hal qilsin deyiladi. Ya'ni bu inson menga mosmi, bo'yi mosmi, gapi mosmi, tishi mosmi, ya'ni ko'zi menga kerakmi buni, masalan, yoqdimi, unisimi, bunisimi, hammasini aql bilan hal qilishingiz kerak. To'ydan keyin esa ilohiy hissiyotni uyg'otasiz. Ya'ni bu insonni siz er-xotin bir-birlariga libosdirlar deyiladi-ku. Ya'ni bir-biringizni, avratingizni ochib, hammaga sharmanda qilish uchun emas, endi yopasiz nikohdan keyin. Ya'ni yopasiz degani chidaysiz, ko'nasiz degani emas, shunchaki kavlamaysiz shu insonni. Qo'lingizdan kelsa u insonga yaxshilikni ravo ko'ring, duolaringiz bilan, go'zal xulqingiz bilan, odobingiz bilan, lekin u insonni kavlamang. Turmush o'rtog'ingizni, oila a'zolarini kavlamang. Siz erga tegayotgan paytda bitta narsani biling, u insonni oila a'zolari bilan qabul qilishga majbursiz. Qabul qilishga majbursiz, bo'lmasa tegmang erga. Bo'lmasa tegmang, shunchaki lyubovnitsa bo'lib yashayvering. Ayol sifatida siz o'sha nima deydi, zakonniy xotini deb gapiriladi-yu, masalan, hujjatli ayoli bo'lib, o'sha bir juda go'zal holatda yashamoqchi bo'lsangiz, marhamat, shu erkakni oilasi bilan qabul qilasiz. Pes bormi oilasida, moxov bormi, ko'p gapiradigani bormi, boshqasi, marhamat qabul qilasiz. Chunki siz ham bir farishta oiladan emassiz. Niqoblarsiz qaraydigan bo'lsangiz, har bir oilani o'zini plyusi, minusi bo'ladi. U bizning nazdimizda o'zi shunaqa aslida, lekin u ham bir ideal inson sifatida yaratilgan. Xo'p, o'shaning uchun mana shu narsalarga e'tibor berasiz. Oila buzarlarga ergashmaysiz. Kimlar bular? Hozirgi kunda er kerak emas.
nima uchun kerak degan targ'ibot bor. Bu feminizm yoki bo'lmasa erkak ayol teng huquqli. Biz uchun huquqni talashishimiz shart emas. Siz eringiz bilan teng huquqli bo'ladigan bo'lsangiz, er xotin qo'sh ho'kiz degan gap bo'lganmi oldin? Astag'firulloh. Qo'sh ho'kiz tasavvur qiling, xuddi shunaqa bo'lib qolasiz. Agar teng huquqliman deydigan bo'lsangiz, hamma yukni teng qilishingiz kerak. Lekin aslida bizada qadriyat jihatdan bizani hech qachon unaqa emas bizada. Ayollar ojizaligi bilan har doim yengil ishlarni qilishga, yengil unga nima beriladi, yuk beriladi. Shuning uchun o'zingizni men teng huquqliman deb o'zingiz eringizdan o'zingizni himoya qilib, bu qanchalik bir noto'g'ri g'oyalar singdirilgan. Bizga kerak emas unaqa narsalar. O'zi siz eng himoyachingiz turmush o'rtog'ingiz bo'ladi. Agar aytganimdek, boyagi 3 ta punktni sanab o'tdik-ku, o'sha masalada agar biz o'zimizni isloh qilib ishlab olsak, er bilan kelishib ketish oson bo'ladi. Va ko'pincha oiladan shikoyat qiluvchi insonlar bo'ladi atrofda. O'zini, masalan, sotqin insonlar turiga kiradi. Doim borib 3-4 ta ayol bir joyda o'tirgan paytida tinmasdan bir-birovini kavlashadi. Deylik, o'rtaga qayinsingil masalasi ketdi va qayinsingil go'shti yeyiladi o'sha joyda. Men juda ham ko'p sinchkov insonman va bilasizmi, ko'p men bu restoran, kafelarga borib o'tirsangiz, o'sha muzika past bo'lgan joyda shunda orqangizdan bir jirkanch ovozlar eshitilib turadi, agar kuzatgan bo'lsangiz. Va juda ham g'alati ovozlar eshitiladiki, kimdir qaynonasini muhokama qilib yotgan bo'ladi, kimdir qayin opasini yoki bo'lmasa telefonda eshitib qolasiz shunaqa narsalarni. Va bu eng katta xato aslida. Bir insonni siz aybi gunohini fosh qilayotgan paytingizda aynan siznikini Alloh taolo fosh qilishdan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Chunki shunday xabar bor, ehtiyot bo'lishingiz kerak. Va siz farishta emassizki, boshqa bir insonlarni muhokama qilsangiz. Sizga ozor berayotgan insonga haddini bildira olmayotgan sizsiz aslida. Haddini bildirishlik bu yoqalashish, sochini yulish, qaynonaga sansirab gapirish, ko'zlaringizni chaqchaytirib, o'zingizni kimdirligingizni ko'rsatish emas. Shunchaki sizga haddidan oshgan insonga javob qaytarmaslik va ikkigina jumla gapirishlik ham o'zingizni hissiyotlaringiz bilan ishlash kerak. Bizga har doim atrofdagilar qanday muomala qilishini bizning hissiyotimiz belgilab beradi. Lekin buni ko'pchilik ayollar tan olmaydi. Yo'q, u yomon, u tarbiyasiz. U qaynonam nima bermagan. Odob axloqqa o'rgatmagan. Siz odob axloqda tengi yo'qsiz. Shunchaki bilasizmi, biz o'zimizni isloh qilishimiz kerak. Yoringizni agar yaxshi ko'rsangiz, mana bunaqa narsa borda. Kamdan kam bo'ladi, lekin bo'ladi. Turmush o'rtog'i yaxshi, lekin oila a'zolari yomon. Men ular bilan bordi keldi qilmayman. Men majbur emasman. Mana bu joyda yozilgan. Va men bu domla ham aytgan shu narsani. 1000 ta nima bor, asosi bor, dalili bor o'zi uchun. Lekin bitta narsa bor. Sizni yaxshi eringizni shunchalar yomon inson tug'ib tarbiyalashi mumkinmi? Chunki inson ko'rib eshitib katta bo'ladi-ku. Bir o'ylab ko'rishingiz kerak. O'zingiz ota-onangiz bilan hech qachon yoringiz ota-onasini solishtirishga ham haqqingiz yo'q. Umuman haqqingiz yo'q. Solishtira olmaysiz. Hattoki ikkita farzandingizni bir-biriga solishtira olmaysiz. Qanaqa qilib bizning oila unday, bizni enam unday, otam bunday, turmush o'rtog'im, eng katta xatolar mana shu narsalar. Odamning ensasini qotiradigan narsalar. Ular o'zini shaxsiyati bilan mavjud. Va Alloh taolo birovni kopiyasini birov qilib yaratmagan va qo'llanmada, ya'ni ilohiy kitobimiz bor. U yerda hamma bir-biriga o'xshash shart deb yozilmaganda, siz o'zingizdan qonun yaratmang. Oila buzarlarga ergashmaslik, demak, sizni oilangiz buzilishi uchun, yaqin insonlaringizga g'alamislik qilishingiz uchun sizga olov purkiydigan befahmlar bor. Bu aslida so'kish emas, rostdan ham fahmi yetmaydigan insonlar. Ya'ni o'zi shunaqa bo'ladi qaynona degan. Yo'q, qaynona degan bir xil bo'lmaydi hech qachon. Hammani qaynonasi har xil bo'ladi va taqdiri ham har xil. Qaynonalar bir xil tipda degan narsa yolg'on. Lekin sinovdan yoki zulmdan, qattiqqo'llikdan ko'pchiligi o'xshash taqdirdan o'tgan bo'lishi mumkin, lekin hammasi shu bir xil degani emas. Shuning uchun siz qaysidir o'zini hayotini rasvogarchilikni chiqargan bir insoningizni kerak emas, mazza qilib o'zing yashaganing yaxshi degan, balki unaqa aytmasligi mumkin, lekin birga o'tirgan paytingizda ajrashgingiz kelib qoladi. Menga bir yili aytishganida falonchi mutaxassisni bitta marafonida o'qib, juda ham ko'p ajrashkim kelgan, 2 yil ajrashib ham yurganman. Ya'ni energetik yuqumlilik degan qonun bor. Inson energetikasi bilan yuqtiradi. Shuning uchun oila buzishga targ'ib qilayotgan va soxta hayotni targ'ib qilayotgan lo'ttivozlarni ham kuzatishni to'xtating degan bo'lardim. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ideal juftlikni ko'rsatayotgan, aslida o'zini hayoti rasvogarchilikdan rasvoda bo'lgan soxta taqdirlarga ham og'zingizdan so'lagingiz oqib, voy deb o'tirishni to'xtating. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda 90% hayot yolg'on va chiroylisini chiqarib berishadi sizga. Mana shu narsalarga ehtiyot bo'ling. O'zingizni hozir ojiz bo'lib turgan tomoningizni yana ham kattalashtiradigan narsalardan yoping, to'xtating. Bu chegara sizda turibdi. Sizni qo'shningiz kelib, sizni hissiyotlaringizni jilovlab bera olmaydi va sizni telefoningizni kimdir to'xtatib bera olmaydi. Bu sizda. Boya aytdim-ku, dard, hasrat to'g'risida bitta reels ko'radigan bo'lsangiz, yana shunaqa narsalar chiqarib beraveradi-da, xuddiki u sizni dardingizni bilgandek. Shunchaki siz bittasiga kirib like bossizmi, tamom o'shani. Bu
o'zidan bir judayam bir nima deydi odoblini yasab turib nima deydi juda chiroyli oila haqida yoki nimadirlar haqida soxta nimadirlarni tashviqot qilayotgan insonlarni kuzatishni to'xtating. Real hayotda baxtli insonlar juda ham ko'p. Aslida haqiqatdan baxtli insonlar yoki bizda baribir mentalitet jihatdan turmush o'rtog'i bilan juda ham ko'p aloqalar oshkora olib chiqilmaydi. Agar u oilada erkak ustun bo'ladigan bo'lsa, har narsasini yotoqxonasigacha olib chiqib, nima deydi, cho'miladigan xonasigacha ham ko'rsatilmaydi. Bu narsada bizda ko'pincha oriyat bo'ladi erkaklarda. Va baxtli insonlar bu narsani juda ham ko'rsatishga ishqiboz emas. Real hayotda o'zingiz mahallangizdan bir kuzatib ko'rsangiz, baxtli insonlar juda ham jim va go'zal holatda yashashadi. Shuning uchun iloji bo'lsa, mana shu sizni g'azabingizni, nervingizni qitqilaydigan, nafsingizni qitqilaydigan narsalardan uzoqda yuring va oila buzuvchi tashviqotchilarni eshitmang. Chunki sizda shu narsaga ochiqlik bo'lib turadi. Keyingisi. Xo'p, bir erkak qabulimga keldi va shunaqa jarayon bo'lyapti. Men sizlarga ayollarga oilangiz buzilmasligi uchun bitta sirni aytmoqchiman. Va aytyaptiki, men mana shu ikkita ayollik bilan sinaldim. Xo'p, hozir men sizga qabulingizga turmush o'rtog'imni olib keldim. Faqat shu gap oramizda qolsinki, turmush o'rtog'im bilan men munosabatimni tiklashim kerak. Men hamma narsani tushunib yetdim. Xo'p, nima bo'ldi? Va men bir kuni o'sha turmush o'rtog'im bilan boyagi aytgandek, bizning aloqamiz yaxshi emas. Chunki lekin yaxshi ko'rib turmush qurganman. Haqiqatan turmush o'rtog'imni yaxshi ko'raman. Balki ketma-ket 3 marta ona bo'lgani uchunmi, tabiatida o'zgarish paydo bo'ldi. Bir jizzaki, urushqoq. Keyin biz yoshimiz ham teng, o'zi aslida kursdoshimga uylanganman, sansirab urushadigan bo'ldi. Xullas, men oiladan sovdim. Keyin nima qilishni bilmadim va men o'sha bir ikkita o'rtog'imning tavsiyasi bilan bir o'sha erdan qaytib kelgan qiz bilan gaplashishni boshladim. Yaxshi, chiroyligina. Uni ta'minotini qilishni boshladim. Va xullas, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin ayolim bilib qoldi. Ayolim bilib qoldi, uyimizda mojarolar to'xtamadi, bu narsa to'xtovsiz davom etaverdi. Keyin ayolim bilgandan keyin u insonni oldiga borishni to'xtatishni boshladim va u ham menga qasdlashni boshladi. Ya'ni ikkinchi sifatida olgan insonim. Xo'p, nima bo'ldi? Keyin endi men kam-kam boryapman. Oldin masalan har kuni borib ko'rib ketadigan bo'lsam, men bu ayolim endi o'zgarib qolgandan keyin o'zi ayollarda darrov o'zgarish bo'ladi. Yorini boshqasi bilan baham ko'rgisi kelmaydida. Darrov o'z ustida ishlab, o'zini epaqaga keltirib olishni boshlaydi. Kamdan kam ayollar ajrashaman deb uyini to'polonga to'ldirmasa, lekin ko'pchilik ayollar darrov yechimini topishim kerak deb harakat qiladi. Boya aytdim-ku sizga, siz er bilan yashamoqchimisiz yoki ersizlikni, o'shaning uchun so'ragandim. Va endi borishni kamaytiradi. Endi erkakman, bittada u insonni tashlab keta olmadim. Keyin vaqt o'tdiki, qanaqangidir men bu ayolni sababsiz tashlab keta olmayman, bilaman. Endi men erkakman, laz qilganman. Xo'p, qarasam bu inson menga har xil gaplarni aytishni boshladi. Sen lattasan, xotiningdan qo'rqasan, unaqasan, bunaqasan va ayolimga telefon qilishni boshladi. Ya'ni bizning oilamizni rostmanasiga buzishni boshladi. Va men bunga aytgan edim, qilma bu ishingni, sen bilan boshda gaplashganman, ayolim bilmasligi kerak deganman desam, yo'q, bilsin, sen adolat qilmayapsan, sen yaxshi ish qilma. Xullas, endi bu bilan imtihonim boshlanib ketdi. Bir kuni men bu ayolni o'sha qiliqlaridan to'yib ketdim. O'sha ishxonangga boraman dedi. O'zim ayolim gapirmagan gaplarni gapirdi. Va o'sha uyga men nima o'rnatib qo'ydim, mini kamera. Kim keladi, kim ketadi, endi men bundan qutulishim kerak. Chunki munosabatimiz uzoqqa bormayapti. Yaxshilab eshitinglar men. Chunki har doim bunaqa vaziyatda munosabat uzoqqa bormaydi. Yo u yo'li bo'lishi kerak erkak, yo bu yo'li bo'lishi kerak. Va bu erkak qarasaki, u ayol yana boshqa inson bilan uchrashni boshlagan. Boshqa inson bilan uchrashni boshlagan bo'ladi va javobini berib, bu narsani o'sha nima deydi, isbotlab berib ketadi. Men endi bu yerda nimani aytmoqchiman? Siz erim sevib qoldi deb o'zingizni aldab o'tirgandan ko'ra, siz munosabat ustida ishlayvering. Siz turmush o'rtog'ingiz bilan yashashga siz haqlisiz. Ya'ni siz noldan boshlagan, eringizni hech narsasi yo'q paytda, конечно, masalan 22-23 yoshda uylangan erkakni, 25 yoshda uylangan erkakni millioner bo'lmaydi albatta, yoki hokim bo'lmasligi mumkin. O'sha paytda tanlagansiz shu insonni va siz haqdorsiz u insonga. Faqat miyangizni, fikrlaringizni buzmasdan, yomon ayolga aylanmasdan o'zingizni ushlab turishingiz kerak. Ya'ni parchalab tashlamangda oilani. Va shu joyda aytayaptiki, men hech qachon bu ayolga qaytmayman. Sababi mana shunaqa, meni yuzimga oyoq qo'ydi. Va men bitta narsani tushunib yetdimki, o'zingizni xasmi halolingizga hech kim yetmas ekan. Chunki ming yaxshilik qilmang, baribir siz o'sha bormay qolganingizda yoki bir pul bermay qolgan paytingizda bu inson baribir sizni yomon ko'rar ekan, o'zini yuzini ko'rsatar ekan. Shuncha iltimos singlim, bu narsalar bizning oramizda qolsin va ayolimga men masalan shu yerda va'da berishim mumkin. Men boshqa kerak emas menga bosh og'rig'i. Faqat turmush o'rtog'im o'sha o'tmishdan uzilsa bo'ldi. Shu bir nimani gaplashganimizdan o'tmishni eslab boshlaydi. Men bu hikoyani nimaga sizga gapirib beryapman? Hozir shu turgan holatingizda butun o'tmish yoki kelajakka baho bermasligingiz uchun. Va bitta narsa bor, bir erkakni xazinasi borligida mavjud bo'lgan kimsalar, do'sti bo'ladimi uni, u bilan suyumlilik rolini o'ynab yurgan kimsa bo'ladimi, har doim o'sha dunyosi bor paytidagi inson bo'ladi.
Ya'ni dunyosi uchun bo'lishi mumkin. Haqiqatdan, yo'qligidan, noldan siz barpo etgan oilangizni dabdurustdan uchinchi shaxs, yaqinda paydo bo'lgan bir inson bilan almashtirib tashlamang. Ya'ni burgaga achchiq qilib ko'rpangizni vayron qilmang, uyingizga yoqib yubormang. Bu bitta voqea. Bu menga ham ajablanarli bo'lgan va ko'pincha xulosa shunday bo'ladiki, bu munosabatlar uzoqqa bormaydi, chunki bizda birinchi ayollar kamdan kam kutadi, juda bo'lmaganda xastalik bilan bu narsaga qarshilik qiladi. Shuning uchun hozir bu yerda bilasizmi, baribir hikoyani ildizini men ajrimga qaratib olib boryapman. Qachondir o'sha ikkinchi ayol bo'lishni tanlagan ayol qachondir u ham xuddi sizdek kimnidir birinchi ayoli edi-da, turmush o'rtog'ini o'sha nafsi bilan xastalangan paytida yoki bilan pul bilan, yo'qchilik bilan imtihon paytida erini tashlab ketgan edi va u ham kimnidir eriga muhtoj hozir. Shuning uchun to'g'ri o'ylanglar. Siz biologik tanadan va ruhiy qismdan iboratsiz va biologik tana sizdan ruxsat olmaydi. Siz ko'rgan ayol sifatida, eringiz ham uylangan erkak sifatida baribir biologik ehtiyoji bo'ladi. Shuning uchun buni ham nazarda tutishingiz kerak. Va bu aytib bergan hikoyamdan siz nimani ibrat sifatida buni tushuntirib beryapman. Bu birinchi ayoli bilgandan keyin eriga tinchlik bermaydi va eri o'sha birinchi ayolni yo'qotmaslik uchun ham bu yerda qolib ketgan paytida ana u ikkinchi odam bularni endi yo'q qilishga tushadi. Shunaqangi bir o'yin maydoni paydo bo'ladiki, hamma charchaydi bu joyda. Shu narsani men sizga aytib bermoqchi edim. Keyingi hikoyam, xo'p, bu hikoya shunday bo'ladi. Ummatlar Saidi bir kuni uyda o'tirgan paytlarida bir ovoz eshitiladi. Bir ovoz eshitiladi va o'sha ovozdan yuraklari duk uradi. Hayajon, his-hayajon, ya'ni o'zini shunaqangi bir boshqacha tutishni boshlaydi. Va hala degan ovoz chiqaradi. Hala. Va bu hala kim edi? Xadicha onamizning opalari edi. Ularga qiyofa jihatdan o'xshash va ovoz toni ham o'xshash edi. Va agar siz bilsangiz, Ummatlar Saidi Xadicha onamiz bilan birga yashagan paytida boshqa ayolga ehtiyoji bo'lmagan va ularni to so'nggi nafaslarga qadar hayajon bilan eslaganlar. Hatto qurbonlik qilsalar ham Xadichamning dugonasiga, Xadichamning onasiga, opasiga, Xadichamning deb taqsimlab berganlar. Ya'ni bir erkakning yuragida hayajon bor edi. Hatto siz shunday bo'la olasiz. Bu bizga bir ibrat aslida. Siz shunaqangi ayol bo'lingki, yoringizni yuragini titratib boradigan. Va buning uchun qanaqangi fazilatlar bo'lishi kerak edi? Aynan mana shu voqealardan kelib chiqib, men tarixdagi eng qimmat ayollarni shuning uchun ham o'rganganman. Chunki bizga bitta voqeani o'zidagi ta'sir qiladigan holat bizga juda katta kuch beradi. Aslida bizda eng qimmatbaho resurs sharq ayollarining hissiyotida joylangan. Bir erkakni hayajonlantirib yuboradigan darajadagi sizda ehtiros bor. Sizda sadoqat bor. Sizda kuch bor. Mana shu narsani aytmoqchi edim. Va sizni ham ko'rgan paytida yoki ovozingizni eshitgan paytida yoringiz hayajonlanadimi? O'sha narsaga e'tibor bering. Toki siz yoringizdan shunday hayajon bilan, shunday ehtiros bilan yoringizdan nimanidir olsangiz, siz ham o'shani bera olasiz. Ya'ni bu yerda olsam beraman tushunchasi emas. Ya'ni kichkinagina mana shu voqeada bu o'zi aslida balki uzoqroq bo'lishi mumkin, bitta ibratni olishimiz mumkin-da. Erkak haqiqatdan hayajon bilan eslaydigan ayol qanday ayol bo'ladi? U yori uchun har doim turib berganligi. Har doim. Ya'ni u insonni borida ham, yo'g'ida ham turib berganligi. Siz aytishingiz mumkin, bizga yo'l bo'lsin va bizga ibrat o'laroq aytilingan. Ular farishta emas edi, ular inson zotidan edi. Va biz qo'limizdan kelgancha olishimiz kerak ibratni. Shuning uchun ham men tarixdagi qimmat ayollar, buyuk ayollar shaxsiyatini o'rgandim. Chunki bizga shu narsa yetmayapti va menimcha ko'pchilik insonlarni nima deydi, me'dasiga ham tegib ketdi motivatorlarni. Shu 21 kun davomida zo'r ayolligingni ayt, haq-huquqingni talab qil, erkak ayol teng huquqli. Bu narsa bilasizmi, inson ruhiyatini charchatadi. Yo'q u yerda yechim, ishonavering. U yerda yechim yo'q. O'zini sevishlik degan narsa to'g'ri tushuntirib berilmayapti. Qaysidir oilada o'zimni sevaman degan praktikani bajarib, qaynonasi orqasiga tepib yuboryapti kelinni. Nimaga? O'zing birinchi turishing kerak. Va go'shtli ovqat pishiryapti-da, o'ziga go'shtli ovqat suzgan, qolganlarga sal kamroq suzilgan va bu narsani kuzatib yurgan qaynona sekin buni poylab oxirida ota-onasini chaqirib, u qiz keyin sen o'zingni yaxshi ko'rishing kerak degan darslik olib yurgan bo'ladi. Biza shunchaki kimni nima uchun eshitishimizni ham bilishimiz kerak va adabiyotlardan foydalanayotganda ehtiyot bo'lish kerak. Bizani ehtiyojimiz yo'qki, g'arb ayollariga, siz Angliya qirolichasini naslzotini o'rganganingizdan ko'ra, o'zingizning tabiatingizga xos bo'lgan ayollarni naslzotini o'rgansangiz bo'ladi. Ya'ni siz o'zingizga xos bo'lgan tabiat egalarini o'rganishingiz kerak. Ana o'shanda beo'xshov bo'lmaydi. Menimcha, his hayajon bilan yashashlik hammaning qo'lidan keladi. Faqat harakat qilish hammaning qo'lidan kelmaydi. Hamma orzu qiladi, hammani million dollar puli bo'lishini xohlaydi. Hamma eng suyukli ayol bo'lgisi keladi, lekin hech kim o'zini xulqini o'zgartirgisi kelmaydi. Nimaga deganda ehtiyoji yo'q uni. Men zo'rman deydi.
man zo'rman deydi, menga aql yetmayapti, menga ilm yetmayapti degan gap aytilmaydi. Man zo'rman, erim o'zgarsin deydi. Sharq ayoli deb nomlangan terapiyani taqdim etyapman. Qabulini kecha ochdim. Xo'p, agar kecha bilmagan insonlar bo'lsa, o'zim tushuntirib o'taman. Sharq ayoli terapiyasi va plus yaqinda men chet el safarida bo'ldim va aynan mana shu ummat ayollari terapiyasini yozish uchun ketdim. O'sha UNESCOga kiritilgan tabiat, eng kuchli tabiatda men mana shu terapiyani qo'limdan kelgancha 21 ta darsiga ulgurdim. Aslida 70 ta buyuk ayol tarixini o'rganyapman. Ya'ni 70 ta buyuk ayol shaxsiyati bular kimlar? Alloh taolo Qur'onda maqtagan, ummatlar sayyidi maqtab e'tirof etgan va butun dunyo tarixida o'zgarish kiritgan ayollar. Hammasi sharq ayollar. Bu ayollarni 70 tasini tarixini o'rganishni boshlaganman. Har birini shaxsiyatini va ichidagi qimmatbaho resursini, xulq-atvorini. Shulardan hozirgi kunda 21 tasini professional video tarzida yozilindi. Xo'p, sharq ayoli terapiyasi bu professional video darslardan iborat. Keyingisi, bu ikkalasini men hozir ayirib berish niyatim yo'q. Ikkalasini shunaqangi bitta bergan paytimda kuchli terapiya bo'ladi. Bu terapiyaga hamma ham kela olmaydi. Chunki hamma ham o'zini o'zgartirishga tayyor emas, hamma ham kuchli bilimlarga tayyor bo'lmasligi mumkin, lekin nasib qilgan insonlar keladi. Qarang, bu ikkita terapiyani kollaboratsiyasi, ya'ni qo'shilgani общий ma'noda men sharq ayoli deb nomladim. Bu mening mualliflik dasturim bo'lgani uchun men hali O'zbekistonda eshitmadim bunaqa loyiha borligini. Xo'p, men sharq ayoliga o'tgan yili start berganman va undan keyin 1 yil men bu loyihani ochmadim. Hozir bunga plus o'zgartirish kiritilgan holat, ya'ni qo'shimchalar bilan ummat ayollari, qimmat ayollar terapiyasini qo'shdim. Nimani olasiz? Er-xotin munosabatida xiyonat, qadrsizlik, mehr yetishmasligini bilasizmi? Yillar davomida er-xotinlar bilan ishlayotganmiz. Bitta yechim borda, ayol shaxsiyatini qimmatlashtirish kerak, ayol fikrlarini o'zgartirish kerak. Ayol kishi o'zini taqdim etish jarayonini bila olishi kerak. Buni o'sha qimmat ayollarni xarakterida, tarixida topsa bo'ladi. Men shu narsani oxiri yechimga keldim. Er bilan razbor qilasizmi? O'zingizni unaqasiga razborga solasizmi? Ota-onani aralashtirasizmi? Nimadirlar qilasizmi? Yo'q. Eng zo'ri ayol shaxsiyatini qimmatlashtirish kerak. Xo'p, kelishmovchiliklar, bir-birini tushunmovchiliklari, sovuqchilik to'liq bartaraf etiladi. Chunki bu yerda 2 bosqichli terapiya ketadi. Bolalik travmalari deymiz, o'zi aslida psixologiyani asosi inson ruhiyatini, ya'ni bilasiz, falsafa bu juda ham katta fan. Falsafani o'sha inson ruhiyatini o'rgatadigan bitta o'sha bo'limi psixologiya deyiladi. Bu fan butun dunyo tan olgan va bu asosi insonni bolalikdagi kechinmalarni o'rganadi. Ya'ni yechim bolalikdagi kechinmalarda ekanligi aniq. Ba'zi kimdirlar, blogerlar bo'ladimi, o'zidan bir aql vatirni yasab olganlar, nimadirlarda fikr yuritishi mumkin, lekin bu psixologiya fan va o'sha fan ilmiy tadqiqotlarini o'tkazish uchun qanchadan qancha ustozlarimiz umrini va pulini sarflashgan. Shuning uchun qayerdagi yo'q bir lo'ttivoz chiqib, faqatgina qahqaha otib insonlarni me'dasiga tegadigan, falsafiy hayotdan uzoqlashtiradigan narsalarni singdirayotgan kimdir psixologiyaga baho bera olmaydi. Fanga baho berishi uchun u fandan-da ustun turadigan bilimga ega bo'lishi kerak. Shuning uchun bitta narsani bilinglar, travma degan narsa yo'q yoki nimadirlar. Hammada bo'ladi. Hattoki bu payg'ambarlarda ham bor, chunki inson o'tmishdan iborat. Lekin bitta narsa bor. Bizni o'tmishdagi bolalik xotiralarimiz yo ko'kka ko'tarib, biza to'g'ri yo'lda shuni ishlatib ketamiz, sababchi bo'ladi, tamal toshi bo'ladi. Yoki o'sha xotiralar bilan butun o'tmishni kavlab, ezmalanib, ilmsizlikda biz o'zimizni vayron qilamiz. Mana shu joyi bor. Shuning uchun oilada qaysidir mojarolarni ham agar tegini kuzatadigan bo'lsangiz, ko'pchilik ayollar bolalikdagi o'zi bilan urushib yurgan bo'ladi. O'zini bolalikdagi kamsituv, ayniqsa ko'pchilik ayollarda shu narsa kuzatiladi. O'sha turmush o'rtog'i bilan ehtirosli masalalarda ochila olmasligi bolalikdagi zo'ravonlik holatlari, u yopilib qolgan bo'ladi. Uni u hech kimga ayta olmagan bo'ladi va o'sha butun umriga o'sha sasitib qiynab tashlaydi va u hech kim bilan hal qila olmaydi va shu paytda albatta mutaxassis yordam beradi. Xo'p, bolalik travmalari bilan chuqur ishlanadi va hal qilinadi. Dangasa, ko'pchilik ayollarda hafsalasizman, dangasaman deyshadi. Aynan mana shu energiyasizlikni, hafsalasizlikni, muammolarini har birini energetik yuksalish modulida hal qilamiz. Bolalik travmasi moduli bor, ya'ni jarohatlar bilan ishlash moduli bor, har biri berilgan. Xo'p, farzand tarbiyasi, buni har doim aytaman, bizda aynan shu farzand tarbiyasiga ehtiyoj juda ham kam, lekin hammaning muammosi bor. Lekin farzand tarbiyasidan ko'ra ershunoslik maktabi aktual bizda. Er birinchi o'rinda bizada. Lekin farzand ham insonni zurriyoti sifatida uni kelajagi-ku. Bu narsaga ham e'tibor berish kerak. Toki siz eringiz bilan aloqangizni to'g'rilamas ekansiz, ruhiy holatingiz, mana bu energiyangizni balansga keltirmas ekansiz, o'sha aytgandek, bolam lanj, o'lik, orzusi yo'q, maqsadi yo'q deb bolangizdan ham shikoyat qilaverasiz. Xo'p, keyingisi. Bular har biri farzand tarbiyasi modulida, har biri uchun modul bor. Ya'ni 4 ta 5 ta video darsdan iborat punktma-punkt ko'rsatib berilgan. Men albatta bular уже 80 ga yaqin darsni har birini sizga tushuntirib bera olmayman, vaqtim ham yetmaydi.
Xo'p, qarzdorlikdan chiqish psixologik jarayonmi? Ha, ruhiyatdagi jarayon hisoblanadi. Ya'ni qarzga botib ketishlik ham, qarzga ulab yurishlik ham ruhiyat, ya'ni ongingiz bilan bo'ladida. Siz oyoqlaringiz yurib borishidan oldin miyangiz bilan qaror qilgan bo'lasiz. Qarzga, kreditga kirib ketishi ham ruhiyat bilan bu sabablari bor. Shuning uchun buni ham ko'rib chiqamiz. Intim aloqa mavzusi, to'g'ri, bu mavzu haqida juda chuqur gapirib o'tirmayman, lekin aynan men 2 yildan beri seksologiyani, ilmiy seksologiyani o'rganyapman. Bu albatta qo'sh tirnoq ichidagi mediada sharmandagarchilik mavzular bilan chiqqan narsalarga tegishli emas. Bu haqiqatda erkak ayol halol munosabatlariga tegishli bo'lgan tomonini men har birini yoritib berganman. Bu haqida ham modul bor. Chuqur yondoshgim kelmayapti hozir. O'zingizlar tushundinglar. Keyingisi reja maqsadlar. Va insonlar rejalar, maqsadlar haqida gapirishadi. Rejalarimni yozdim, YouTube'da shunaqa vazifa ko'rib qoldim, nimadirlar deyishadi. Aslida reja, maqsadlarga oson erishishingiz va to'g'ri bu rejalaringizni qo'yishingiz, niyat to'g'ri qilishingiz, har bir to'g'risida modul bor va shunda tushuntirib berganman. Bu yerda men pul ilmini beradigan xalqaro darajadagi mutaxassis ustozlarimda, chunki men psixolog bo'lishdan oldin investor bo'lganman va ularda o'qigan paytimda mana shu bilimlarni olganman. O'zim hayotimda ham qo'llab kelyapman. %100 ishlaydigan bilimlarni berganman. Keyingisi aybdorlik hissini yo'qotish. Bizda bolalikdan ayb tushunchalari bor. Bolalikdan yaxshi bola bo'lmaganimiz ayb, yaxshi qiz bo'lmaganimiz, yaxshi supurmaganimiz, yaxshi qozon tovoq, hatto uyda xizmatkorlar bilan katta bo'lgan qizlar ham har doim onani tazyiqida bo'lgan. Yoki bo'lmasa buvini egovi bo'lgan, har doim nimaga turmushga chiqsang haydab yuboradi. Bitta tuxumni ham qovura olmading yoki nimadirlar ayb. Kichkina narsa. Lekin bu tushunchalar bizani bolalikda yig'ilib o'sha turmush paytida paq etib ochiladi. Mana shu aybdorlik, ichki qo'rquvlar, hattoki o'sha turmush o'rtog'iga o'zini ehtiyojini aytishga qo'rqadigan ayollar bor. Mana shu narsalarni ham o'rganamiz. Aynan aybdorlik hissini yo'qotish, qo'rquvlar bilan ishlash moduli bor. Meditatsiyalar to'plami. Meditatsiyalar to'plamida bu meni o'zimning mualliflik metodikalarim, sukut rozasi, ya'ni bir umrlik texnika, bu hammasi. Negativlardan tozalanishingiz va hayot ssenariysini yozishingiz. Endi ummat onalarida nima bo'ladi desa, men tepada aytdim. 21 ta qimmat ayol shaxsiyatini o'rganganman. O'sha ayollarning hayoti, shaxsiyati ochib beriladi va psixologik tahlil, keyin vazifa berilgan. U alohida terapiya, lekin men bir qilib jamlab beryapman. Keyingisi. Xo'p. Kursga yozilish uchun tariflar. Birinchi tarif bu VIP tarifi. VIP tarifida kurator bo'ladi, sizga yordam berishadi. 90 kun davomida foydalanasiz. Qarang, darslardan, professional video darslardan, Sharq ayoli, ummat ayollari darsidan tashqari 21 ta bonus darslik bor. Ya'ni bu bonus darslik nima bo'ladi? Siz bu tarifga to'lov qilishingiz bilan, masalan deylik, hozir to'lov qilsangiz, 21 ta bonus darsni hozir olib, ilm olishni boshlaysiz. 26 ta Sharq ayoli video darsi professional darajada yozilgan va ummat ayollarining 11 ta video darsi, ya'ni 11 ta qimmat ayolning xarakterini o'rganasiz. Keyingisi. Xo'p, Gold tarifi. Bu tarifda kurator bo'lmaydi, men bo'laman. Guruh ayollarini meni o'zim bu yerda olib boraman. Foydalanish muddati 150 kun va bonus darslar 31 ta dars beriladi. Aytganimdek, tarifga to'lov qilishingiz bilan 31 ta dars sizga beriladi, maza qilib ilm olishni boshlaysiz. Jami videolar Sharq ayoli 41 ta dars beriladi va ummat ayollari, qimmat ayollar darsligidan 21 ta beriladi. Keyingisi, bu individual tarifi. Men bilan yakkama-yakka. Ko'pchilik ayollar terapiya jarayonida guruh bilan emas, alohida o'zingiz bilan xohlayman, chunki meni savollarim juda ham shaxsiy deyshadi. Va mana shu shaxsiy savollarini guruh bilan bera olmaydigan ayollar uchun ham individual tarifini qo'ydim. Ya'ni bu men bilan alohida shaxsiy raqamim va shaxsiy telegramim niki beriladi va offline, onlayn konsultatsiyalar bo'ladi ichida. Individual ishlaymiz, yakkama-yakka ishlaymiz. Foydalanish 150 kun va bonus dars sifatida konsultatsiya bilan bizda psixologik seanslar beriladi. Bu qimmat bilimlar aslida, erkak psixologiyasi va seksologiya darslari ham beriladi qo'shimcha. Jami videolar Sharq ayoli 41 ta, ummat ayollari 21 ta dars bo'ladi. Jami hisoblaydigan bo'lsangiz, bu 100 ta darsdan oshadi. Xo'p, shu bilan bugungi efirimizni yakunlaymiz. Faqat bitta narsa so'ramoqchiman. Men aytganimdek, ummat ayollari darsligimda berganman. Har biridan oladigan ibratimiz. Bilasizmi, inson bekorga bizani noto'g'ri targ'ibot chulg'ab olyapti. Bu o'sha ayol erkak formatida yoki o'zicha bloger sifat bo'lib chiqib, endi o'zi aslida unaqa kasbning o'zi ham yo'q.
soha egalariga tanqid, o'zidan kimnidir yasab oladimi? Mana shunaqangi bir bo'lmag'ur yengil hayotga targ'ibot kuchayib ketyapti. Undan ko'ra bizni haqiqatda to'g'ri yashash qanaqaligini bizni tarixda bor bo'lgan va o'zini o'rni bo'lgan, o'zini shaxsiyati mavjud bo'lgan va juda ham bir kuchli erkakni yonida turib bergan, hayosi bilan, iffati bilan, sha'ni nomusi bilan bizga har doim ibrat bo'ladigan insonlarni o'rganishimiz kerak. Sharmandagarchilik bilan tanilganlarni kuzatgandan ko'ra. Ya'ni rasvogarchilik bilan tanilib, keyin o'zidan kimnidir yasab olgan insonlarga ergashishlik, bu degani hamma ishni qilsang bo'ladi, oxirida nimadir qilishing mumkin degan noto'g'ri hayot o'rgatiladi. Aslida har narsa siz bilganingiz qadar harakat qilib borasiz. Biz uchun namuna, yana bir marta aytaman, soxta hayot emas, kimligi noma'lum bo'lgan o'zini kimdir ko'rsatuvchilar emas, balki haqiqatda shaxsiyatini butun dunyo tan olgan, tarixda o'zini juda ham kuchli o'rnini va o'zini juda ham ayol sifatida qoldirib ketgan onalarni o'rganganimiz yaxshi. Eng zo'ri shu. Va ulardan oladigan narsalarimiz oddiy va sodda. Lekin o'sha oddiylik va soddalik bizani juda ham qimmat ayolga aylantiradi. Aytganimdan ko'ra sizga buyuk shaxsiyatlarni o'rgangan paytingizda o'zingizni kashf etasiz. O'rgatganman va Sharq ayolida marhamat qilishingiz mumkin va har bitta dars tekin formatda berilmaydi. Afsuski, har bir mutaxassisning mehnati bor. Xuddi siz Navoiyga borgan paytingizda ham bir marta beradi, 2 marta tekin berishi mumkin, 3-chisida sekin o'sha non yopadigan nimasindir boshingizga tushiradi bir marta. Ya'ni mehnatimni qadri bor deb. O'shaning uchun faqat tekinga o'rganishlik ham yaxshi narsa emas. Hadya berilganmi, doim hadya berib boraman. Doim sizga tekin nimadir ilinib boraman, lekin bu pul to'lov qilinadigan loyiha hisoblanadi, chunki inson to'lov qilmasa, uni hayotida natija ishlash ham qiyin bo'ladi. Yaxshi dam olinglar, men sizlar bilan birgaman.